Hali Ha, mazza. Toza havo, nima dedi Iskandar? ye tog'li hudud-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum. Pazanda parvozni qachon olasizlar? Kutyapmiz deb kommentariy yozganlar. Ha, pazanda parvozi ko'pchilik so'rayapti ijtimoiy tarmoqlarda, TikTokda, Instagramda, Facebookda, Telegramda so'rayotganlar ko'p. Ko'pchilik talablarga binoan bugun mana shu Ajabqanda pazanda parvoz ko'rsatuvimizni davom ettirish niyatida biz mana hozir Nanayga qarab chiqib ketyapmiz. Ana shunday. Hozir Mamay, undan keyin Nanay, undan oyog'i Nanay. Ha, Qirg'iziston. Qirg'iziston. Ha. Ko'rib turibsizlar mana. Toza havo. Bu yoqqa ham, Nanayga ham oldin ham chiqqanmiz-ku Orif aka. Bu 3-chi chiqishimiz. Taklif bo'ldi shunaqa sizlarga o'xshagan muxlis akamiz. Ravshan akamiz yana taklif qilganlar. Nanayda nomeradin xamir deymiz-ku, 5 barmoq. Xamir. Namanganda, Vodiyda endi xamir deydi. Endi umumiy qilib aytganda o'sha 5 barmoq xamirdan tayyorlanadi. Lekin Iskandar, men Toshkentda ham mana Mehnat degan mashhur o'sha Qozog'iston chegarasidagi o'sha 5 barmoq markaziga bordim-da, Mehnat degan. U yerda ovqatlandik 5 barmoq yedik, lekin bilmadim, menga mana shu Nanayni xamiri yoqadi. Nanayni 5 barmog'i yoqadi. Xamirlari yupqa, ta'mi ham shirin. Shu luq o'taveradi tomog'idan. Mana shu gapingizni shaxsan o'zingizdan 3-chi eshitishim. Ana shunday. Oldin ham aytdingizlar. Xullas kalom, bugun biz bilan birga bo'linglar. 5 barmoqqa ketyapmiz. Ravshan akam oldiga ketyapmiz. Nanayga xo'rozlarni ko'rsatarmiz. Xullas kalom, zeriktirmaslikka harakat qilamiz. Qani? Olg'a. Nanayga qarab ketdik. Sekin yuramiz Nanayga qarab. Bu yog'i Nanay. Ana Nanay beklari deb yozib qo'yibdi. Nanayga ham kirib keldik. Mana Nanay. Xush kelibsiz Nanay qishlog'iga. Ana shunday. Ana shunday azizlar, biz mana Nanayga kirib kelyapmiz. Bizni Ravshan akamiz kutib turibdilar. Nanayliklar kutib turibdi bizni. Ana shunday Nanay qishlog'iga xush kelibsiz deb yozib qo'yibdi. Juda mashhur qishloq, qadimdan mashhur, o'zini pazandaligi bilan, mehmondo'stligi bilan, kamtarligi bilan, samimiyligi bilan, qo'li ochiq, saxiyligi bilan mashhur. Hozir siz bir ma'lumotga ega bo'ldingiz. Demak, Nanayni aholisi qancha dedingiz? 40 mingdan ortiq aholi yashar ekan. 40 mingdan ortiq. Juda katta qishloq, Nanay qishlog'i. Qadimiy va navqiron Nanay qishlog'iga xush kelibsiz va biz hozir endi o'sha Nanayda eng mashhur oshxonalardan biri, lazzatli xamir tayyorlaydigan Ravshan akamizni oshxonalariga yo'l olamiz. Nomeradin xamir. Ana shu. Biz bilan birga bo'linglar, mana boshladik, xudo xolasa. Nanayni xo'rozlarini ko'rsatamiz, Nanayni qaymoqlarini ko'rsatamiz. Xullas kalom. Hey, zerikmaysizlar. Nanayni otlardan ham chopamiz. Xudo xolasa. Olg'a. Olg'a chavandozlar. Yo'qdan o'tiravering.
Ravshan akamiz o'sha biz aytayotgan mezbonimiz, bizni kutayotgan ukajon, salomatmisizlar? Bizni kutayotgan qadrdonimiz. Ravshan Beshbarmoq, tanishdingiz? Ana, Ravshan Beshbarmoq. Nomer 1. Vodiyda Beshbarmoq. Xamir. O'zlari qani Ravshan akani deysizlarmi? Mana o'zlari. Mana o'zlari. Boshini to'xtatib tursinlar. Boshini taqa qo'ying. Ravshan aka sog' bo'ling. Bugun Ravshan akani Beshbarmoq oshxonalarida bir ajoyib taomlar qanday tayyorlanadi, Beshbarmoq sir-siroti qanday, umuman bu yerga mijozlar hammasini batafsil gaplashamiz. Taomlarni ham sizlarga bitta-bitta ko'rsatamiz. Ana shu. Mana shu ko'rib turganlar hammasi mijozlarniki. Bu yerda yotib qolgani ham sharoitlar bor. Shular hali ularni ham ko'rsatamiz mana bu kempinglarni. Bitti mana kempinglarimiz ham. Kempinglar ham bitti mana. Siz Xitoydaligingizda biz bir marta dam oldik, maza qildik. Oilaviy kelib bemalol dam olsa bo'ladi. Bemalol. Hamma sharoiti bor. Ichida dushlari ham, hammomlari hamma yo'q bor. Ana shunday. Qani, ichkariga marhabo. Yo. Ana shundoq. Odam odamga o'xshaydi-sizlar. Mana bu yigit qaranglar, sizlar ham dam oluvchimi? Qayerdan? Ko'rasizlar. Qo'rg'on so'da. Nodir Jonizoqov bilan Nodir Jonizoqov bilan Nodir Hayit bilan Nodir Lo'li. Ha? Nodir Lo'li qiziqchi bor. Orif aka. Orif aka, mana bu yigit Nodir Lo'li. Ana shunday. Nodir Lo'liga o'xshar ekan ukamiz. Qiziqchi. Odam Hammaga yaxshi o'xshar ekansiz. Joningiz sog' bo'lsin. Ana shunday, yana o'xshash chehralar bo'lsa, ko'rsataveramiz xudo xolasa. Akamizning kempinglari buni ham alohida qilingan. Hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz, xullas kalom, kiryapmiz. Bu yerda Ravshan aka kelgan muxlislar uchun oilaviy, jamoa bo'lib keladiganlar uchun alohida kottejlar qurgan ekan. Ha, dam oluvchilar uchun-da endi. Hozir shu kottejlarni bittasi ko'rsatamiz. Qani? Sharoitini bir ko'rsataylik deyapmiz sizlarga. Alohida, Iskandar. Ha, bularga xalaqit bermaydi. Hech bu yerni aslida reklamaga ham muhtojlik joyi yo'q. Ayniqsa yozgi kunida kelsangiz, 10 kun, 15 kun oldindan band. Baseyni bor ekan mana Iskandar. Mana bu baseynlari, mana bu kelsanglar, mana qaranglar. Yozda, ha? Shashlik pishirish uchun mana nima deydi, mangallar bor. Mana bu mangallar. Shashlik uchun. Ha, mangallar bu paqir. Hozir pishirishmayotganligi uchun chang bo'lib turibdi-da. Mangallar. Mana bu qozonlar. Ikkita qozon. Oilaviy, jamoa bo'lib, bemalol kelib, xohlagan taomlar, sinfdoshlar bemalol taomlarni pishirib, dam olib nima qilishi mumkin. Hordiq chiqarish mumkin. Ana shunday. Mana bu yerda endi baseynimiz, mana bu yerda baseynni ko'rsatsang ham bo'laveradi. Sigota hozir endi qishdi. Yozgi so'rilar qarang, tanchalarni. Ha, hozir qishdi kunida endi bu yer nima? Lekin qoyil deysiz, meni qaynim Ravshan. Ha. 10 kuncha bo'pti-da, suvni Ravshan cho'mildi shatda. Qoyil. Qo'y, shamollaysan. Qo'y jonka. Buni ham to'xtatib bo'lmadi. Deb yechirib tashlab yubordi. Yozda kelsanglar mana baseynlarni ham ko'rib turibsizlar. Yozgi tapchan, Arif aka. Mana bu yerda mana yozgi dam olish bemalol qor yerlarni olib qo'ygan baseyn qirg'oqlarini. Ha, baseyn qirg'oqlarini ol. Qishda endi hozir nanayda qor. Mana bu bemalol 20 kishi sig'adigan tancha, so'ri. Xoloslarni yig'ishtirib qo'yishibdi. Mana bu yerdan suv o'tadi. Bu yerdan suv o'tadi, tashqaridan bunday ko'rsanglar mana. Pastliqda endi. Bu yerdan suv o'tadi, soy Orif aka. Yozda, yozdi kunda, ha. Va mana bu tapchanlar. Mazza. Endi ichkarini ko'rsatamiz. Orif aka, sizga ichkarini ko'rsatamiz. Yo'q. Endi kelishingizda. Biz 2-3 marta dam oldik bu yerda. Oilaviy, do'stlar bilan bemalol 10 kishi kelsa, bu yozgi oshxona bo'lsa ovqat qiladigan, mana bu qishki. Mana bu qishki joy mana. Svet yonmay qopti. Ha, svet o'chib qopti. Endi bo'ladi-da endi. Ana shunday. Mana bu yerda ochsak, yoraverarmikin? Yo'q. Mana gazlarimiz. Mana xolodilnigi, hamma sharoit bor. Qishda. Bu hojatxona.
Qani? Dushovoylari bilan. Bu yoq dushovoy. Hozir chiroq o'chib qolganiga endi qorong'ida endi yo bir fonar yoqmaydi. Dushovoy. Cho'miladigan joy. Ha? Xohlasangiz bassenda cho'milasiz, xohlasangiz dushda, xohlasangiz soyda cho'miling. Mana bu yer mana o'sha dam oladigan haligi aytganimizdek. Mana bu yerda endi hozir endi mayli tabiiy bo'lgani yaxshi-da endi. Ha, yorug', yorug'ga ham kiramiz. Men to'smay turaylik endi mana bu yorug'likni. Mana shuni ochingda Murodjon. Mana shunday xonalar, mana shinamgina. Mana shunday ushoqli mana. Bemalol orpaga mana shu yerga 10 kishi o'tirib dam oladida, 10 kishi, 12 kishi. Dam oladi. Sinfdoshlar bilan kelsanglar, televizorlari bor, Wi-Fi'larga ulangan. Hamma sharoit bor. Hamma sharoit. Ravshan akam dit bilan Tayyorlagan. nuqta virgulgacha qilgan. Odamda zerikish bo'lib qolmasin. Ha. Kelgan odamlarda bir kamchilik topolmasin degan nuqtai nazarda. Betlarda ham biz o'tirdik, rosa yayradik. O'ngshim sinfdoshlar bilan, oshna og'aylar bilan gap jo'ralar, ulfatlar, hoji birodarlar kelsanglar bo'ladi. Mana shunday, mana umumiy ko'rinishi. Endi bu yerda mana 10 ga chiqib boramiz hozir. Mana bunday, mana biz tepa ochib chiqib ketishimiz avvalgi mana bu yerdan. Hozir Orif aka, mana tepani ko'rsanglar biz mana bu yerda rosa maza qildik. Eng maza joyi. Ya, bu yoq bor mana. Mana bu yerda mana xonalarimdek ko'rinyapti. Ko'ryapsizlar mana o'sha xamir. Tepagacha mana o qorlar. Ana sho'rvalarda yurishini qaranglar. Sho'rvalar. Uchsa qaraylik. Marg'ilonning yo'liga. Endi mana bu joyni qarang. Mana yotoq. Mana kelgan yo'liga endi tabiiy qilib olaveryapmiz biz. Kamera ichkariga. Mana. O'zi ham 1 2 3 4 5 10 kishilik joy ekan. 10 kishilik joy. Qani bundoq qilingchi? Televizorlari bilan. Issiq. Issiq. Konsertlar bor. Teplopollar bor. Hozir chiroq o'chib qolganiga nima bo'lib turibdi-da? Mijoz bo'lishi bilan to'g'rimi? Birpasda isitib beriladi. Sharoitlar. Mana keling uka. Mana shu yigitimiz qarovchilardan biri. Bu yerda 4 ta 5 ta borda bunaqa kottejlardan. Mijozlar kelishi bilan, odamlar klientlar kelishi bilan darrov momentalni isitiladi-da, to'g'rimi? Qish kunida ham yayrab. Biz bu yerda yostiq urushi o'ynadik. Ha. Murodjon boshlab berdi Diyor bilan. Ana endi mana shu yerda dam oldik. 2 kunga chiquvdik-da. Gumbira qasir gumbira. Va rosa maza bo'lar ekan-a. Shu bir umrim, hozir shuni sog'indim. Bir chiqib xudo xolasa bir yana bolaligida yostiq urushi o'ynab maza-da. Apa bo'lmaysan. Og'rimaydi. Aytmatingni yormaydi, yirtmaydi, shilmaydi. Yostiq. Kim amalasi yutib bo'lardi. Mana joylar, sharoitlar. 10 kishiga sinfdoshlar kelsalar ham maza qilaverasizlar. Juda zo'r. Ochiq havo, shu narsa mana tabiat. Agar ertalab Uchqo'rg'onda xizmatimiz bo'lmaganda qolardik-da bugun. Ha, ye. Uka baraka toping. Va mana shu yerdan mana bunday ko'rsatsanglar, mana hozir bir pastdan ham ko'rsatarmiz, nariga. Kottejlar, ha. Mana shu darvozadan kiriladi. Darvozadan kirilgan shunday yopiladi. Bo'ldi, bu yoq sizniki, boshqa hech kim kirmaydi. Bitta darvoza. Bo'ldi, bu yoqda hech kim sizga xalaqit bermaydi, yuraverasiz. Mana da oilaviy yo sinfdoshlar 10 ta ayol bo'lsa 10 ta ayol kelsalar ham bo'laveradi. Hech kim aralashmaydi. 10 ta erkak bo'lsa 10 ta erkak. Mana bu shu hozir mana bu oradan olsak, bu shu bitta ko'rinishi, o'sha hozir shu yerga kirib chiqdik biz. Bu birinchi. Endi mana bu ham hammasi egizak bular. Bir xil sharoiti. Va mana shundan yana 4 ta bor. Yana 4 ta. Yozda kelsa betlarda joy yo'q. Lekin qarang, sharoit hamma narsa borda, Wi-Fi'lar bo'lsa, umuman kamchiligi yo'q. Yayrab dam olasiz, albatta Nanayga. Bu joydan ham ko'ra havosi uchun kelinglar azizlar. Nanayning havosi uchun, Ravshan akamning xamiri uchun. Ha shunday aka. Qachon kelsan doim bir qurilish ish bo'lsa, 3 ta bo'lsa ham, 2 ta bo'lsa ham ustda ishlayotgan bo'ladi-da. Shu yerda. Doim yo barda. Hozir kelsam yana, hozir svet o'chib qolib edi, tugadi. Xudoga shukr, ovoz tushmay turibdi. Allohdan qilyapti. Aka nima harakat? Hozir endi mana sovuq kelgani uchun isitish kerak. Mijozlarni chiroyli maza qilib o'tirish uchun issiqlik. O'shancha Turkiyaning katta yo'lidan olib keldim. Aqlli katta yo'ldanmi? Ha, shunday o'rnatib.
Ha. Endi bu jonivar ham nasoslari hammasi to'kka ishlar ekan, svet o'chib qolsa deb hozir mana 50 kilovatlik generatorlar kim o'rnatyapti. Hozir generatorda harakatlanamiz o'rnatishda. Qish mavsumiga Ukalarimiz tayyorgar. usta yigitlar ekanda, baraka topsin bizga. Ismingiz nima deysiz uka? Nodirbek. Nodirbek. Yoshingiz nechida uka? 19 yoshli bola usta. Usta. Yo'q, sotuvchimiz. Ha, sotuvchisiz. Sotishga ham usta. Asosiy sotishga usta bo'lsin. Ben usta. O'zbekiston bilan yetkazib beramiz. O'sha Lola jahon modelida do'konimiz. Mana 19 yoshli bolani do'koni bor. O'sha aqlli kotel sizlar qo'yyapsizlarmi? Yo'q, biz generator qo'yamiz. Generator qo'yamiz. Endi Ravshanga bitta so'rash bor. Qancha kvadratka dedingiz? Isitishmi? Ha? 600 kvadrat. 30 kvadratda isitar ekanmi? Aqlli kotelni. Hozir 30 ta xona yo'llarda hammasi. Generator yetkazib beradimi? Kuchi yetadimi? Generator bu yorug'lik. Ichkarida ham generator. Ko'rsating, ko'raylik. Bu ko'raylikchi, bu ham kimgadir qiziqda sizlar. Ha, mana bu yerda, mana bu xonadagi aka. Salomatmisiz, hormanglar, qani? Olmaylar. Mana generator. Mana generator. Ha, mana bu aqlli kotel ekan. Mana bu generator. Bu generator. Juda katta generator ekan. Mana buni kotelni ko'rsating. Mana bu katyolni Shu qarang. aqlli kotel degani shumi? Shu. Mana shu. Aqlli katyolimiz mana shu bo'ladi. Bu nimaga ishlaydi? To'kka. Ko'mir. Ko'mirga. Ko'mir yoqyapti. Ko'mirga ishlar ekan. Qoyil. Ko'mirga. Ko'mirga ishlar ekan. Qoyil. Mana shu katta ko'mirga ishlaydi va hamma yo'q bemalol yetkazib berar ekan. Aka nechi pulga oldingiz shuni? O'zi $1000 dastavkasi bor. Ha, bu boshqa yerdan keldimi? Ha, bu faqat sotiladi. ha, bo'ldi bu Turkiyaning. Katta bu, juda katta bu. $3000 dastavkasi bilan ekan. Tashqarida hozir mana -3 gradus sovuq, bu yerda mana 52 beryapti. Issiq. Mana shunday aqlli kotel deganim biz buni bitta reklama ham qildik. Mana shunaqa aqlli kotellar bo'lsa sizlarga ham qilib beramiz reklama joyidan sog' bo'lsin. Bu hammasi sizlar uchun. Mijozlar uchun. Ana shunday. Mijozlar uchun. Kelaverasizlar xotirjam, issiq, yayrab quvnab ketaverasizlar. Ana shunday. Biz shamollashga qarshimiz. Ha, bu ko'mirlar ha? Aka tokka ham ishlaydi ha bu? Aqlli kotel. Tokka ishlamaydimi? Faqat ko'mir bu. Bu ekonomikasi bilan ham bor bu, to'g'rimi? Boshqalarga bir qop yo'q bo'lsa, bir qopdan qanchaga yetkazadi? To'pam yaxshida bari bu. Ya 600 qancha kvadratga dedingiz? 600 kvadratga 4 qop 2 kunga 48 soat zo'rda. Juda zo'rda. 50 lab xonalar borda, kabinkalar, o'shalarni hammasini etish. Ya, qo'riqlash xizmati nima qilib yuribmiz? Qani, bular bilan bir suhbatlashaylikchi. Salomat bo'lasiz. Qani? Ana, doim nazoratda chunki orqaga chegara hududda bu. Aha. Mana Ruslan qanchadan keyin O'shaga Qirg'iziston? qashidan 300 metrdan keyin Qirg'iziston u yog'i. Zagrad-pasport bo'lsa o'tib ketaveramiz. Ana shundoq. Telefonlar ham roaming o'tib qolar ekan. Ha? Qirg'iziston bilan o'tib qolyapti aka. Ana endi sizlarga o'sha maqtalgan, suyulgan, izlangan, xohlangan xamirlarni ko'rsatamiz. Nima edi? 10 ta haqdan bir nak yaxshimi qara gap bor edi. 10 ta shapshapdan bitta shaptoli yaxshi. Ana shunday. Isrof. Oshni ham yedik kecha. Ravshan akamdan taklif bo'lyapti. Sizlar o'zingizlar syomka ish jarayonidasizlar. Xamiriga kelgungacha, xamir yegunlargacha bir iksixdan shashlikka nima deysizlar? Ot go'shiga. Ot go'shiga ekan yana. Ye, ot go'shiga shashlik bo'ladi. Qishit kunida bo'lsa. Uni yeb kishnab yurilaveradi. Oldi oyog'ingni hindi ko'tarib yuborasan? Ha? Yo, endi baribir men aytyapmanki, shashlik yeb yuribmiz Ravshan aka, mana Namanganda. Kecha osh yedik chustda. Ha, bu nanaga chiqqanidan keyin bir ishtaha bilan bir mazza qilib xamir yeyish kerak edi, 5 barmoq. Nanaga odam dam olgani keladi, lekin bu hordiq, bu dam xamirsiz bo'lmaydi. 5 barmoqsiz. Butun bo'lmaydi-da endi. Shunisi bilan fayzli-da. Shunisi bilan. Sovuqda hozir xamir sezoni. Xamirni sezoni, lekin Ot go'shi. lekin men bu narsaga nima qilamanki, Orif aka mana necha marta ko'rdik. Biz kerak bo'lsa, xudo xolasa yozda ham, hali kun issiqlarida ham ko'rsatamiz bu jarayonlarni. Odamlar yozda ham xamir yegani kelyapti-da. Salqin bo'ladi. Yozda ham baribir yaxshi bo'ladi bu yerda.
Bu yerlarda yaxshidan o'tadi, shaharda ko'tara olmaydi. Bizda havo Lekin ko'taraveradi. bir suvga tushib bir ani chiqsa- 10 g'or degan joyni reklamasiga keldik-da. O pastda 10 g'or degan joyga. Shunda yeb ko'rsatishimiz kerak-da endi qazilardan. Haligi dubl deydi. Bir marta oladi, xuddi o'sha narsani o'zini ikkinchi marta takrorlab olishi ikkinchi dubli buni deydi. Agar 3 marta o'xshamadi, yana bitta olaylik desa, 3-chi dubl deydi. Kelishayotganda sharaq aytgizib qo'yishadi. Ha, deb shaq etadi, ha, qadamada. Ana shuni singari, ha, joningiz sog' bo'lsin dega. Parvozlarim uncha narsani biladi, sizlar. Bo'l singari dubl ko'payib ketdimi? Endi keyin krupni kadri bor, sredni kadri bor, haligini aql olib, Orif akam bilan Murodjon men ham yedim-u. Men bilaman-ku endi. Masalan, o'zimni ehtiyotimni qilib yedim-da. Haligi dublda to syomkagacha ham bizni boqdi-da endi. Yeb olindi, keyin dublda yana Yovurdik, yovuribmiz. bir mahal syomkani oxiriga borib, Orif akam bilan Murodjon voydod deydi. Ha, desak, nima bo'layotganini o'zi dalina ko'tarilib ketdi. Ha. Limon siqib ichyapti ham bo'lmayapti. Va ko'tarilgandan keyin o'zini ishini qilib, shuncha ham ichkarida ham gapirdim, yana gapiraman. Bu gapimdan toshkentliklar, Toshkentdagi qazi purushlar xafa bo'lishmasin. Lekin Toshkentning qazisi bilan va bu respublikadagi Luboy qazi bilan Nanayni qazisini farqi bor-da. Bor. Bu toza ot, Xudo rahmatsin Obid Asomovga ustozga. Men 4 marta 5 marta Nanaydan qazi toshiganman. Undan tashqari bir ikkita ustozlarga ham o'zim necha marta qazi qilib berdingiz, Ravshan aka. Obid akam rahmatli, ash qazidan olib kel. Ha, meni to'yimga yaqinda o'g'il uylantirdim. O'sha 4 ta katta qazini elga osh berganda. Shaydan ketdi ashqar. Ha, birga edik. Ravshan akadan bordi o'sha qazi, to'yana bo'ldi qazi. Bizni Esolar daryoda qabul aytsin Ravshan aka. bizni Harakat bizni toping. qazimizni farqi Toshkentniki kalbasga o'xshab cho'tki kesiladi-da. Ha. Ha, Bizniki titilib ketmaydi. titiladi, ammo bizniki baribir zo'r deb o'ylayman. Ya toza otgada endi, ha. To'lqanliqasini tiqadi, keyin go'sht tiqishadi. Yog'siz qazi emas. Men uyga ham Yog' shirin qiladi. Men uyga ham berallar olib ketaman. Toshkentdagi uyimga ham. Bizni qazi. Solib pishiradi-ku endi. Uyni hidi podezlargacha, chiroyli chiqadi. mahallagacha qazib pishguncha hidi. Sizni oshingizni ham pishirganda shunaqa bo'lgandi-ku. Ha, hidlanib ketdi-da, vaqti maza bo'ldi. Osh vaqti dahshat bo'lgan endi. Toza qazi ekan, ha, bu bet Toshkentning qazi emas edi, oshpaz Bakirjon. Men aytdim, "Men Nanaydan keldi. Ravshanjon degan qadrdon ukamiz to'yana qildi shu qazilarni bir elga bir shu qazidan osh solib, qazi tarqadim." Kim yegan bo'lsa osh bo'lsin. Gap yo'q. Xullas ko'lamazlar. Toza qazi kerakmi? Toza qazi qidirganlarga. Yayrab yeyman deganlarga. Bunda Nanaydan xarid qilinglar qazini. Betdan xarid qilinglar demayman. Betni qazisi o'zidan ortmaydi bu akamni. Bu akam qazi sotmaydi. O'zi Bor qazi markazlar ko'chada. Ha, qazi Nanayda qazi markazlari ko'p-da, Nanay bozorlarida ham. Ikrom oshnam bor. Yaxshi taniysiz. Ha. Va qarta masalasida ham. sotiladi. Qarta ham. Ana shu. Qarta masalasida ham. Rosa tobiga keltirib pishirish. Aka qartani ham 100% pishirib yuborib bo'lmasa ekanda, hamma yumshoq bo'lib ketar ekan paxta bo'lib. Uni qaysidir jarayonda to'xtatish kerak ekan pishirishni. Mana bugungi qartangizni ham qarang, mazza. Getir bor. Qartani 4 soatdan kam qaynatib bo'lmaydi. 4 soat, 6 soat qaynatsang keyin qarta bo'ladi. Uni sal tuzumlikroq pishirish kerak. Sovutib turib uni yeyaver, ertalabda shuna turganda yumshoq non bilan novot choy damlasang. Qaymoqda u. Qarta bilan novvat choy. Bu juda ko'tarib oladi. Hamma organizmi har xilda aka. Biz ko'k choy shuni deb o'rganganmiz. Yap, shu tog' Yilni odamlar. akka yesang ham davleni ko'tarilmaydi. Ot go'shtini ham yeyaveramiz, qo'y go'shtini ham yeyaveramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Ana shunday. Nanaga kelsanglar, Ravshan akamga kelinglar va Doniyor akam. Doniyor aka kim? Parvoz deb so'ranglar. Qaysi Doniyor akasi? Familiyasini bilmasangiz, Ana, yana ketyapti. Bitta olib qo'ying. Mana buni qaranglar. Shu To'rtta prosesda mashina mana. bitta sanaylik jarayonda. Masallarni ichkarida solinadi deb qo'ying. Ya masallig'ini ham solinibdi. Bitta sanasam maylimi? Sovuq qilmasin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta ekan bunisi. Hadi baraka top. Baraka top jiyan. Yeganlarga osh bo'lsin. 5 kishini xizmatini bir kishi qilyapti. 5 kishini xizmatini bir kishi qilyapti. Xitoylardan ham o'tib ketdik. Ana shunday. Endi nima qildik? Endi uni ana shunday. Hozir jarayonlarni ko'rsatyapmiz. Hozir marinovka ham Ravshan akam aytdilar. Yana bugun bitta ot so'yishibdi yana. Bugun bitta ot so'yishibdi. Bitta yangam turibdilar. Sizlar mana shu yangam.
Ravshan akam bo'lmasa hech kim bo'lmasa eng katta boss mana shu yangam hisoblanadi. Opa salomatmisiz? Joningiz sog' bo'lsin. Ravshan akam umr yo'ldoshlari bizni kenayimiz doim kesak chiroyli tabassum bilan, chiroyli muomala bilan, "Hey, taoming zo'r bo'lsin. Tilla tovoqqa solib olib kelgin. Muomalang yaxshi bo'lmasa, haligi tovoqdan yegin kelmaydi yanga. Umringiz uzoq bo'lsin yanga." Nafaqat bizga, barcha keladigan mijozlarga bu yerda chiroyli muomala bo'ladi. Ravshan Xamirda birinchi o'rinda muomala madaniyati chiroyli joyiga qo'yilgan azizlar. Ravshan Beshbarmoqda. Yangi umringiz uzoq bo'lsin. Ravshan akam, haftasiga 3 ta ot so'yishi o'zi bo'ladimi? U otlarni topib olib kelish kerak bir yerdan. Sotib olib kelish kerak bir yerdan. Shuning uchun Ravshan akam ko'pincha bir ketganda 5 kunlab 10 kunlab safarlarda mana shu kamchiliklarni to'ldirish jarayonida shu maqsadda ketadilar, ba'zida 5 kunlab 10 kunlab o'zimiz kesagan bo'lmay qolasizda aka. O'zimiz kesagan ishlarim bilan. Bugun yana bitta ot so'ydiribdilar. Hozir ana shu otni mana qaranglar, mana tovoqni mana. Mana bunaqa jarayon. Mana bitta nechta hozir? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta tovoq. Siz ham siz ham mana shunday qilib qila olasizmi? Albatta uyingizdan mashq qilib ko'ring. Tovoqlaringizni sindirib qo'ysangiz bizdan ko'rmang azizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Olib boring issiqda mijozlarga. Ketdi mana. Aka, anonda o'tgan safar olganimizda 13 ta olganini. 13 ta, 11 ta oladimi? 11 ta ham olar ekan. Hozir mana shu ukamizni 11 ta olishini ham ko'rsatamiz, xudo xolisa. Birov borganda mijozlarga. Ha? Bu ham bir san'at, men sizlarga aytsam. Hey, kelinglar. Mazasini o'zingizlar ko'ringlar. Doim shunday deyman. Bu efirda, bu kadrda o'zi ko'rinadi, rangi ko'rinadi, tusi ko'rinadi-yu. Lekin buni ta'mi ko'rinmaydi-da, endi ta'mini bilib bo'lmaydi. Haqiqiy mazasini bilish uchun o'zingizlar kelishinglar kerak. Kelinglar, doim darvozalar ochiq, joyinglar sog' bo'lsin. Doniyor akam bilan ketyapti suhbatimiz, parvoz. Mana shu joyga bir marta emas, 2 marta emas, 3 marta emas. Rosa kelib, mana shu yerda ish qilyapmiz. Pastiyani kelamiz. Mijozlar doimiy, o'rtoqlar, sinfdoshlar, ulfatlar. Mana shu siz o'zingiz mana shu ulfatlarga bitta o'z video qilib bera olasizmi? Mayli. Bo'ldi. Mana shu meni telefonimga olma. Xo'p. Bo'ldi. Nima deysiz endi? Muxlis. Iltimos qilsam, hozir aka. Bu haligi birinchisi emas, doim shunaqa iltimos qo'limizdan kelar ekan gap bo'lishi mumkin emas. Mana odamni ko'nglini ovlashdek, odamni xursand qilishdek bir sharafli ish yo'q. Ulfatlar ismingiz nima? Abror ismim. Abrorjonning ulfatlariga assalomu alaykum deymiz. Bu tarafga o'tkazib oling, ana. Assalomu alaykum Abrorjonni do'stlariga, ulfatlariga, hammaga salom. 90-yillar. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlar ham kelinglar, sizlar bilan ko'rish nasib qilsin. Nanaydamiz. Nanayda Ravshan Xamirdamiz. Qayerdasiz? Pazanda parvoz ko'rsatuvimizni suratga olyapmiz. YouTube'da sizlar ham kuzatinglar, xudo xolisa. 2 kunda chiqaramiz. Joningiz sog' bo'lsin, Abror. Qarang, endi ertadan keyin ham gapimiz bor, sinfdoshlar aka. Unga nima deb berasiz endi? Ertadan keyin gapinglarga ham nima deymiz? Payz tilaymiz, yaxshi o'tiringlar. Ahl bo'linglar. Shayga kelaylikmi? Ko'paytirib yubormanglar. Mana shu yerga kelingda, bu yerda original joy bormi? Ha, bo'ldi, mana. Shu yerga. Akalar, assalomu alaykum. Ana xo'rozlarimiz ham keldi. Pazanda parvoz degan nomlangandan keyin xo'roz bo'lsa bo'lmaydi-da. Sekin tushib. Ana parvozlarimiz. Orpa aka. Ota. Ana xo'rozni olib, qo'lda turibdi. Sekin tushib borayotgan. Hozir tushib boryapman Doniyor aka. Zaydi. Ana shunday. Bu yerga kelsang, nafaqat havosini qarang, tozaligini. Men sizga o'zimiz ishtaha ochilib ketadi. Qori toq odam kelsa ham ishtahasi ochilib ketadi-da. Qarang, men sizga alohida kabinalar, yoda yutalar ham bor-a? Yuta deymiz haligi o'tovga o'xshagan. Bizda kemping zamonaviy. Kemping. 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 Ha.
Bu Avropacha nom. Uni boshqa hozirgi zamonaviy qilib chiroyli qilib qilganlar ekan. Hozir ko'rsatamiz uni ham hozir. Nanaga kelsanglar ajoyib. Men kelgandan keyin yaxshi joyda dam olish kerak edi. Qulayliklari bor, sharoit, o'sha sharoit hammasi bo'lgan. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolisa. Mana, asosan 5 barmoqda. Xilma-xil milliy taomlari bor, faqat 5 barmoq emas bu yerda. Xilma-xil xohlagan ovqat, lazzat taomlarni shashlikdan tortib hammasi tayyorlanadi deyaptilar. Ravshan aka. Zakazga qilib berilaveradi. Lekin asosan babur bu yerga xamir uchun 5 barmoq uchun chiqiladi endi. Kelganlar biladi buni mazasini. Kelish kerak bu yerga. Kelganlar va yeganlar. Yana kempilarga o'taylik bo'lmasa. Olg'a. Qani ketdik. Olmaylar, assalomu alaykum. Rahmat. Ertaknamo. Yur orqa kamar. Ertaknamo, kempi degani shu ertaknamo. Biz haligi Germaniyalarda haligi sinab nurilarda ko'rardik. O'sha ertaknamo uychalar mana bu yerda tayyorlangan. Batelyure, Snap nuri, pazanuri. snure, pazanure. Ya, unda hozir biz bu yerda qor malikasini ham o'ramiz shekilli. Yomon bo'lmaydi har holda. Mana. Yo'lbarslarimiz keyingisiga xudo xolasa joylarini ham ko'rsatamiz. Hozircha haykalni ko'rib turinglar, iloji yo'q. Endi bu nimaga bu halimchalar qish kunida nimaga bu to'shaklar solib qo'yilgan desa, endi bu yerga kelgan odam ulfatchilik ham qiladi. Sal haligi harorat oshib, sal haligi ko'ngil behuzur bo'lib, ko'payib ketgan bo'lsa, mancha chiqib sekin mana qilib yelpig'ishda mana qilib sal bunday u yoqdan bu yoqqa halimchalarga borib kelsa, sal kayf ham tarqaydi. Oshib ketgan bo'lsa, o'tiradi, ko'payib ketgan bo'lsa, tuyani ustiga chiqib oladi. Mana shuni minadiganlar ham bormi ekan? Bor shuni minadigan qilib, odamni ko'taraladigan qilib, chunki iloji yo'q, bolalaringiz bilan, yosh bolalar bilan chiqadi, minaman deb turib oladi endi. Men o'zim ko'p ko'rganman o'tib kelganda. Haligi turklarda bir yaxshi maqol bor, gap bor. İyi çalışmalar ta'tilda yapılacak deydi. Yani yaxshi natijalar, zo'r, muvaffaqiyatli ishlar dam olishdan keyin bo'ladi deydi. Yaxshi rejalar. Ha, ana shunday. Bu yerga kelib, yaxshi dam olgandan keyin men shu taomlarni yeb, tog' havosidan bahramand bo'lgandan keyin uyga nimaga qaytganimizdan keyin qolgan hamma muammolar hal bo'ladi qo'yadi. Iloho. Asab joyiga tushish kerak Iskandar. Asosiysi, ha, to'g'ri. Hamma kasallikni boshida asab turibdi. Ana shunday. Asabni asrang. Ana shunday. Ana shunday. Sal turibdi. Uni yangangizga ham, keliningizga ham ayting, aslan buni asab. Ammo o'zimdan o'zim asabiylashmayman. Ha, haligi shu yerga Latif kelib qoldi. Doktorga boribdi, xotin. Borgan ekan, doktorga xotin aytibdi, erim juda jizza ko'p bo'lgan, asabiy bo'lib qolgan. Biron kun janjallashmagan kunimiz yo'q. Jonimga tegdi. Biron bir dori bering, shu xotinimning jag'i yopilsin. Iltimos. Meni asablarim tugadi. Degan ekan, erimning asablari tugadi, meni tugatdi desa, doktor dori beribdi. Mana shu dorini kuniga bir mahal ichasiz bo'ldi. Yotishdan oldin. Bo'ldi, hammasi joyiga tushadi. Umuman eringiz asablanmaydi, eringiz jahli chiqmaydi degan ekan. Ha, unda yaxshi. Har kuni bir mahaldan ichadimi, yotishdan oldinmi, qorni to'q bo'lsinmi? Yo'q, farqi yo'q. Bu eringizga umuman daxli yo'q bu dorini. Bu dorini siz ichishingiz kerak, opajon. Nimaga desa, endi siz ichsangiz, siz gapirmasangiz, siz jaq qilmasangiz, akam asablari chiqmaydi. Ana shunday. Shuning uchun iltimos, hurmatli ayollar, avvalambor sizlar asabiga tegmaydi erlarlarni. Ana shunday. Sababchi bo'lib qolmanglar-da endi. O'zimizdan o'zimiz asabiylashmaymiz-ku. Ertalab turganda ham asabiylashib turmaymiz yoki kechqurun. Ha nima? Sabab. Sizlar sabab. Joyinglar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Salomatliklar, hormanglar. Assalomu alaykum. Omonmiz, sog'lik. Hamma joyda muxlis bor. Iloji yo'q, mana rasmga tushamiz. Keling aka, keling. Keling. Necha bor rasmga O'rtamizga. Muxlislar bor bo'lsin. Ometr. Ana shunday. Qani? Ometr. Ana shunday. Akaman, men ko'rdi. Qani? Muxlislar omon bo'lsin. Bo'ldimi? Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Aka, sog' bo'linglar. Boya Iskandar e'tibor berdingizmi? Yo'lda kelayotganimiz uchun qattiq shamol bo'ldi. Mana qarang, yerda to'silgan hozir. Mansiz, shamol yo'q. Qor bor boshqa, lekin Qo'y ochiqligida yo'q. Yalangligida, betlardan to'silgan. hozir sovug'i bor sovug'i. Juda nima qiladigan sovug'i. Mana qor ko'rmaganlarga bir qor. Ha, nanayda qor. Nanayda qor bor mana o'rtoqlar. Ana. Qor bor, ham o'ynab ketasan. Ha!
deydi. Yeding-ku ablah. Yeding-ku ablah shu kun muz bo'lib qolgan ekanda qotib bu hozir. Pop etib desa bunisi qarz etib deydi-da. Mayli, shunisiga ham Hop, shukur. boyaga aytgan kempinglar. Mana kempinglarda bu kempinglar bor. Hozir tashqarida alohida yana kempinglar bor. Uni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Bu kemping ichkari sovuq emasmikin? Yo'q, mana kiring. Ichkarida pechkalari bor. Qani? Kiring o'zingiz ko'rsating. Mana kelyapti mana kempingga kiramiz mana. Mana bu yerda hamma sharoit bor. Mana bir kirasiz, mana yotoq joylari. Mana bundoq mana bu yer mana 3 kishilik xona. Bemalol mana bu yerda yotib dam olib ovqatlanish mumkin. Yotib uxlab qolsa ham bo'ladi. Bu yerda mana issiq mana. Cho'pli pol qilingan, cho'pli pol. Mana bu yog'i mana dushovoylari hamma yo'g'i bor bu yerda. Hop. Evet, tovusan bor ekan. Qayda? Tovusi yaxshi haykaldan sekin mana joyiga o'tyapti. Mana tovusi haykali. Hech shijoat olmanglar. Gaz ballonlarimiz ham bor. Ana shundoq. Ana shuni, tabiiy gaz. Shuni, Mana bu haykali. tovus haykali. Tovus haykali. Mana endi jonlisi bor ekan, qarang. Ana jonlisi. Ha, bu tovus haykali bo'lsa, bu yerda jonlisi bor. Bu ham kemping. Kemping. Mana bitta oluvdik haqiqiy, o'tkazib. mana u живое tovus. Hozir cho'chib ketdi. Bu nima bu sovuqda qotib qolmaydimi? degan savol tug'ilyapti Iskandar. Endi kim bilsin aka, endi sekin-sekin chiniqib. Endi Yo- o'zidan so'rasak, tili yo'q bo'lsa buni aytgan. Sog'itmayapsanmi deb. Yo kunduz kuni olib chiqib, kech kuni olib kelib qo'ylarmi kechga? Hozir mana Ravshan akamizdan so'raymiz-da. Mana Ravshan aka bitta savol tug'ilib qoldi. Mana bu tovus mana. Hozir sovuq, tem bo'lib bu yer nanay bo'lsa. Keling aka yaqirib. Nanay bo'lsa, mana bu hozir sovuqda qotib bu yerda yotib yo kunduz olib chiqib, kech kun boracak. Kechasi kunduzi. Qor yog'sa ham. Hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, qaz yeganda bu ham. Ya, ana gap qayerda? Bu tovus ham qazi yeydi. Haqiqiy ot go'shtiga bo'lgan toza qazi yegan uchun qor bo'ladimi, qahraton qish bo'ladimi? Hech narsa bo'lmas ekan. Mana shundoq. Mana shundoq. Oldingi safar mana bu yerda o'tirgandik. Mana bu yerda kelsangiz mana Yozgi joy. sharoitlar. Esiga bermadi. Ham kemping mana o'tiradigan joylarimiz sifatlashib. To'g'ri yozib keldi hozir. Mehmet sarxoda tuzimmi yo, men moslashib qoldimmi? Yo'q. Boya shamolga so'qib. Shamol edi-da bu yerga kelganmiz. Yo'l yo'lakay keldi shamol. Bu yerda shamol yo'q. Mazza havo, вообще zo'r. Qor kecha yoqqan ekanda. Mana bular alohida xonalar, mana bu tandirlarda, pechkalarda biz oldin ko'rsatuvlarimizda shashliklar qilgan edik. Do'l yog'ib o'rgan, katta rosa qasillarda do'l yoqqan edi. Bu ham chiroyli bir juda romantikli bo'lgan edi. Hay, qani? Otlarimizni Ravshan aka, buncha bir bog' barpo qilish, buncha archalarni o'tkazish, bu narsani qilish oson emas. Avvalambor bu mablag'da emas, bunga hafsala qilib, buni fantaziya qilib, chiroyli chiqarishda ayting. Bu hammasi o'zingizning g'oyangizmi yo bir dizayndan foydalanganmiz? O'zingizning g'oyangiz. Ravshan aka ham ko'p joy ko'rgan, Yevropada bo'lganlar, Sochida bo'lganlar, hozir ham bitta oyoqlari Gruziyada, bitta oyoqlari Gruziyada, Barjomiyda, Batumiyda, Hachapuriyda. ana shundoq. Yaqin aytmay qo'ray. Azizlar, yana bir ajoyib joyimiz. Mana joyni ko'rsatsanglar, mana supa 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta ekan. 10 ta kravat bu yerda. Mana ko'rib turibsizlar va mana bu yerni alohida mana bu tarafdan bundoq olsang, operatorimizga iltimos qilaman. Mana bu Doniyor aka chiqqan joy sahna. Va yozda Orif aka siz kelmadingiz, men 2 martami, 3 marta bu yerda Uski kurga konsert berdim. Aylanib kelib qolaman, Rashid akam, "Hey, odam to'la bo'ladi, xalq ham qo'ymaydi-da kelib qolganingizdan keyin." To'g'ri. Aytdi, ashula pashulachilar bo'lib turadi doim, musiqa bo'lib turadi, chiqib, "Hadi keldingmi endi, yegan ichganimni oqlab qo'yay" deysan-da. Ha. Xizmat qilib beramiz mana bu yerda. Shunaqa payzlik bo'ladi. Mana bu so'rida Andijonliklar, ana bu so'rida Farg'onaliklar, u so'rida Namanganliklar, mana bu so'rida Qo'qonliklar, bu so'rida Uchqo'rg'onliklar, Qirg'izistonliklar, Qirg'izistonliklar har xil
har yoqdan kelgan nimalar o'tirishadi-da. Lekin dam olgani kelgandan keyin odamning kayfiyati ham shunga yarasha bo'ladi-da. Mana bularga beradigan konsertimiz umuman boshqacha bo'ladi, Doniyor aka. Yayrab gapiramiz, chunki bular ham dam olgani kelganda o'zini sozlab kelgan. Kayfiyat ham yaxshi yaxshi. keladi. Ha, ilhom ham zo'r keladi. Kayfiyat ham yaxshi. Qirrali ochiladi, ochilmagan qirrali. Xudo xolasa, sekin tushyapti. Xudo xolasa, Ular qishki sezon odam kam. Xudo xolasa yozdagi mana shu yerda beradigan konsertlarimizdan ham bir parchalar beramiz hali Xudo xolasa. Bir 20 minutlik mana bu yerda bo'layotgan shu yozda kelinglar. Bu yerda Ravshan akam, bu yerda emas Doniyor aka. Doim bir san'atkor, doim bir yaxshini kim kelsa qilib, shu dam oluvchilar o'zining yonidan to'lab, To'g'ri. shu dam oluvchilar uchun xizmat qilsin deb. Yaxshi bola ekanmiz. Nechta odam bu ishlayapti, nechta odam tirikchilik qilyapti. Ya nechta odam ishlik bo'lib, nechta odam Oilasini boqyapti. oilasini boqyapti shu yerdan. Biz pastlari yana alohida, pastiga ham, oshxonasini ham, ikkinchiga ham qilib qo'yishibdi. Kelinglar, yozgi kunida, qishda ham kelaveringlar. Issiq ko'rdinglar, kempinglarni ko'rsatdik, joylar, sharoitlar bor. Asosiysi joylardan ham ko'ra, nanayi odamlarini bag'ri issiq, muomalasi issiq. Yetsa molim, yetmasa jonim. Ana shundoq. Shu. Yetsa molim, yetmasa qo'yim. Shu. Aynaqa. Yetmasa otim. Nanayda otda ketdik. Mana, yana mehmonlarimiz birin-ketin kelayotishibdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ichkarida kimdir kuldiryaptimi? Biz tashqaridamiz u. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Do'stim, yaxshimisiz? Keling. Alhamdulillah. Alaykum assalom. Salomatmisizlar? Hazalda parvoz ko'rsatuvga va Ravshan xamirlariga xush kelibsizlar. Yashani. Qaydan keldinglar? Namanganda. Shahardan. Shahar qayerda? Ha, shaharda keldi. Go'zal. Go'zaldanmi? Xamirga deb chiqib keldinglarmi sizlar? Ana. Niyat Bu nechinchi kelishinglar? Ko'p kelamiz, 3-4 marta kelamiz. Yozdan chiqamiz, yashang. Yozda ham chiqiladi. Yozda ham xamir yeysiz? yeymiz. Yozda xamir yeyilyapti. Ravshan aka yozda ham haftasiga 2 ta ot so'yyapsizmi? Yozda, Bir kunda ham yo'q qolyapti. yozda kuniga bitta ekan. Odam ko'pda. Ha. Odam ko'pda joy topib bera olmay qoladi. Biz o'zimiz ham akamni xijolat qilib qo'yamiz, akamiz o'zini ofisda o'tirib ketamiz, yo. O'zini o'tiradigan, yotadigan xonasiga joy qilib beradi bizga. Yozda shunaqa. Sham o'zar pishirgan joyda yeb ketaveramiz. Pishiradigan joyda qozonni ustida yeb ketganlarimiz ham hali bo'lgani yo'q, lekin unga ham rozimiz. Akamizga joy topib beradi-yu. Yoz kunda odam ko'pda, joy sig'maydi. Nafaqat nimadan, Rossiyalardan ham, boshqa millat vakillari ham ko'p. Bir kuni kelsak, bir koreysni mehmon qilishayotgan ekan aka. Koreyadan kelgandi, tarjimonlari bilan. Ko'p keladi undaqalar. Chet elliklarmi? Ay ko'p keladi. Yoz xalqini Koreyslar o'rgatib qo'yishibdi. 1 2 3 urdik deb olyapti ham. Ha? Urduq deb qo'yadi, oldik deb qo'yadi. Ana shunday, qo'y, biz o'zimiz choyga o'xshab ichar ekan ular. Malikni o'tirdim. Quyib, keyin qarab quyayotganingda turib quysang eng hurmat qilganday bo'ladi ekan. ha, ularda. Ularda shundayda, ha, ularda shunaqa. Aroqni ho'plab ichar ekan. Biz o'sha bittada tashlamas ekan. Ha, endi u bizku. Ha, ichkilikni targ'ib qilyapti demanglar, azizlar. Koreyslar haqida gapiryapti. Bitta karislar haqida gapiryapmiz. Karislarni ichish haqida gapiryapmiz. O'zimizga Bizga aloqasi yo'q. Bizga aloqasi yo'q. Hozir otimizni kutyapmiz, otimiz so'yilib bo'lgan otimiz kelyapti. Ajoyib. Alaykum assalom. Oti nima? Suratullohxon. Aka, qayerdan keldinglar? Kosonsoydan. Kosonsoydan kelishdi. Kosonsoyning o'zi ham asli kurortniy zona. Kosonsoyni ham lekin Kosonsoydan Nanaga kelishdimi, demak bu ham bo'lsa e'tibor, bu ham bo'lsa endi nima deysan endi? Gap bo'lishi mumkin emas. O'zim olib qo'ydim. Joylar sog' bo'lsin. Qani rasmga. Aka, mana orqada mana bunday turamiz. Bunday kelingchi. Mana. Turamiz rasm. Aka, yaqinroq mana bu tarafdan olavering. Ha, yetkizgan. Shapkamni yechib qo'yib tushaman mana. Hali Rustam akamning o'g'illari. Aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Borman. Alhamdulillah aka. Ovozni eshitib chiqdimda o'zi ham. Shahardan keldingmi? Shahardan keldi. Qayerdan shahar? O'zida yangi yo'lda. Yangi yo'ldan. O'zimizni Nomongolliklar. Samandar o'ylangan joydan. Ya, ha, Samandar kom o'ylangan. O'zimizni Nomongolliklar bilan haqiqiy o'zimizni tilimizda cho'g'irlashamiz-da. Nomongollar bo'lgan. O'tingiz nima aka? Samahon. Samahon aka, sog' bo'ling. Dedonglar bilan ham ko'rishganman 07'larda, o'yda mehmonlar bo'lganlar. Joningiz sog' bo'lsin aka. Tinchmisiz? Yaxshi dam olyapsizmi? Yaxshi, xudoga shukr.
Qalay maza qildinglarmi? Ha, xudo xo'sh. Aka mana yurakdan mana hozir endi shundoq ruschasiga случайно deydi. Endi ko'rishib qoldik. Hamirga gap yo'q, ha? Ha, gap yo'q. O'shanga Oila keldim. bilan kelamiz rega. Bu birinchi kelishing emasmi? Bu 50-60-chi bo'lsa kerak. 50-60 kerak oilaviy. Nimaga bu yerda xamirxonalar ko'p. Uni bundan mundayroq, buni bundan undoqroq demaymiz. Hammasini o'zini shinavandasi, hammasini o'zini muxlisi bor. O'sha yerga ham 50-chi kelayotganlar ham bor. Lekin baribir mana bu ravshan xamirni, ravshan besh barmoqni mazasi baribir boshqa. Baribir boshqa. Uning uchun o'zingizlar kelishinglar kerak. To'g'rimi aka? Alhamdulillah. Sog' bo'ling. Ishdamiz, syomkadamiz aka. Sog' bo'ling, Zamaxon aka. Gaplashamiz. Sog' bo'ling aka. Bay. Mana haqiqiy qo'l mehnati. Bu qayerdandir xamirni sotib olishmas, qayerdan olib kelish. Mana shu yerda mana shu opalarimiz mana xamirlarni shu yerda tayyorlashyapti mana hammasini. Mana ko'ringlar mana. Ko'rsatgin. Hormaylar opajonlar, charchamayapsizlarmi? Yashanglar. Ha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana sizlar shu yerda ishlaysizlar. Ish kuninglar qanaqa? Bir kunda masalan nechta kelasizlar, nechta ketasizlar? Nech zuvalar yoyasiz shuni ham bilaylik. Ha. Qizilda odamlarga ma'lumot uchun qizilda. Zuval emas, qop yeyamiz. Hop, qopini so'rang. Nech qop? Ish soatimiz o'sha odamlarga, klientlarga qarab kelamiz. Yashiga qarabda. Ishimiz ham, zuvallarimiz ham mana shu klientlarga qarab, xorandalarimizga qarab bir qopdan kam yoymaymiz. Bir qop aniq ketadi. Aniq bir qopdan ketadi. U Ya, gap yo'q. deganimiz 100 zuvala, 90 zuvala, 100 zuvaladan oshiq bo'ladi. Endi kamida bir qop ketadi, oshig'i 3 qop, 4 qopgacha ketadi. Bu turgan bitgan qo'l mehnati. Mana shu tayyorlab, yupqa qilib, tayyorlab mana tayyorlanganlar mana, tayyor mana. Olib borib buni mana qozonga solinadi. Bu protsessni u yoqda ko'rsatamiz. Lekin hozir mana bu yerda bo'layotgan mana qo'l mehnatga tasannuvlar bo'lsin, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir endi hamma ko'p ayollarimiz tayyorali magazinlardan, muzalardan, karzinka, makrolardan tayyorni sotib olyapti, uyab kelib soladigan joylarimiz ham bor. Ha. Biz mana qo'l mehnat, faqat o'zimiz zuvalarni ham o'zimiz qilamiz. Ashxamirni ham o'z qo'llarimiz bilan qilamiz. Mana yoshlarimiz shunaqa. Xo'p, umuman ishinglardan mamnunsizlar. Juda ham. Ravshan akamga rahmat, mana band qilyapti. Xalqimizni nima bilan ish bilan ta'minlayapti. Şeyda mana 30 ta ishchimiz bor. Ishchi kechgacha qornimiz to'yadi, Xudoga shukr. Kechda hammani qo'liga pul beradilar. Hamma mamnun. Shunchalik tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin. O'tirgan o'rnlari hech qachon yo'qolmasin. Mana shunchalik hammani boqyaptilar, ish bilan ta'minlayaptilar, qo'llarimizga pul beryaptilar, umrlari uzoq, rizqlari baland bo'lib, hamisha shunaqa ko'p bo'lib, xorandalari, klientlari, oilalari doim mana shunaqa odam bilan bo'laversin. Bu yerda inson bilan. Shuncha katta joylarga inson kelmasa, bunaqa joylar qanaqa bo'ladi? Inson bilan, mana shu kelayotgan xorandalar bilan, kelayotgan mana shuncha inson qabiga qayoqlardan keladi. Xorazm, Buxoro, Samarqand o'shalardan ham kelishadi. O'shalardan. Barakasini beraversin. Qo'linglar dard ko'rmasin. Topganlarga Alloh baraka bersin. Yaxshi to'ylar qilinglar, to'ylarda kelib xizmat qilish bizga ham nasib aylasin, ha? Yashanglar. Sizlar ham yeb ketinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha, zo'r. Yemadinglar. Biz hozir xamir tayyorlash prosesini ko'ramiz. Va shu tayyorlangan xamirdan keyin jiymiz to'g'risi. Ha, yeb ketinglar. Gap bo'lishi emas. Sizlar berasizlar, birinchi. Ha, shunday. Xudo kuch-quvvat bersin. Charchamanglar. Rahmat. Xudoning o'zlaridan yechib ketinglar.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hormaylar. Hormaylar. Ravshan aka boya aytgan otingiz kelibdi-da. Qoyil. Qarang, mana endi haqiqiy ot kirishimizdan hididan ma'lum. To'g'ri, molda hidi bor, qo'yda hidi bor, ot hidi bor, odamda hidi bor. Hamma narsa hidi bor. Lekin ot hidi bari bilinib turadi, qarang yog'lar nimalar, svejiy mana. Bu toymi? Vay. Kesavering aka, joningiz sog' bo'lsin. Mana bugun boya aytganimizdek, buni hozir so'ydirgizdirib olib keldingiz aka, Ravshan aka? Svejiy mana. Hozir svejga so'ydirib olib keldingiz. Ravshan akam. Bu Qazi tayyorlash jarayoni. qazi tayyorlash jarayoni. Osip akamiz, qani marhabo. Mana bu ot. Bu otni yuragi ekanda bu, ha? Ha, otni yuragi. Ashi. Dumi qani buni? Dumi şeyda hozir. Ashi dumini aytdim men Ravshan akamga. Aka, dumini bizga bering dedim. Ot dedimi boshqa bo'ladi-da? Sho'rvaga. Sho'rvaga. Ana shu. Qaydasan? Ota diyorim, ona diyorim deb akasi diyor. Ana shundoq. Oh! Darigiz deb ketaverasizda. Shunaqa. Ha. Ota dumini yegandan keyin ham. Siz hozir aytdingizki, qazi tayyorlash jarayoni dedingiz, Ravshan aka. Demak, bundan chiqdi, qarang, hammasi 100% ot go'shtidan tayyorlanar ekanda qazi. Mana yog'lari bilan. Demak, buni mana shunday uzun-uzun qilib kesiladimi? Ko'rsatinglar jarayonni mana. Yoqqa aralashtirib, ichakka tiqiladi. U jarayonni ko'rsatadi. Mana bular maxsus moslamalarda, mana buni. Agar men bilishimcha, men oldin ham ko'rgan edim. Oldin ham ko'rgan edim. Asli. Ya shu ichakni ichiga buni bunday tiqib olinadi-da. Mana bu yerdan turib apparapga qilib. Ketdi shuncha. Bu ichi yog'lari otdika, Qazisi maza bo'ladi. asli qazisi mash bo'ladi. Ha joningiz sog'. Qartasini ham olib kelasiz. Ha, qarta bor ekan. Urra! Bizim mahalliy tilda bu qazisi bo'ladi. Mana qartalari. Mana shu qartami? Ichakda endi mana bu ham. Ha, mana shunga tiqiladi-da. Qazini. Mana shunga tiqiladi qazini. Ana shundoq. Joningiz sog' bo'lsin. Kesaylar xullas kalom. Mana o'sha moslamasi, bu moslamani yana boshqa joyga ham qilsa bo'laverar ekan. Uni keyin gaplashamiz alohida. Bu bana haligi ko'pchilik aytadi-yu, rost otdan ot go'shtidan qazi bu deydi. Mana o'zimiz o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz mana. Haqiqatda toza ot go'shtiga bo'lar ekan qazilar ishganda. Ravshan aka hozir betda o'sha qaziga mos joylarini olib berishadi. Qolganlariga qaynatib soladigan joylarga alohida solib, uni alohida ajratib olinadi-da. Endi bitta otni masalan 200 kilolik, 250 kilolik oladigan bo'lsangiz, unda 45 ta qazi chiqadi, xolos, unda osh chiqmaydi. Ichagi 250 kilolik otdan 45 kilo deyapsiz. ha, shunaqa. 250 kilolik otdan 45 kilosi qazi chiqar ekan orada. Endi hamma joyda ham buni qaziga tiqib bo'lmaydi. Qoyil. Sababi o'zini ichagi ana shu aytayotgan kilomizga yetadi, xolos. Biz aytgan, yana biz aytayotgan, aytayotganing, dedilar ustozim. Biz aytayotganimiz, o'zimizni ona tilida aytganda biz aytayotganimiz, ogohlantirayotganimiz, mash qazidan ehtiyot bo'linglar. Ko'piman ham 2 parrak. 2 parrak. Endi qishki kunda mana 4 parrak ham bo'ladi. Bo'laveradi, ha. Qishki kunda, agar u ham nanayda yesanglar. Ha. Uni ham nanayda yesanglar. Yozgi kunida 2 parraga bilan 1 parraga bilan hazillashmanglar. Chunki biz uni ko'rdik-da, boshimizdan o'tkazdik-da. O'sha akalarim voy dod duvorganlarini ko'rdik. Men o'zimni ham mazamni qochirganlarini. Endi mana bu yoqqa yangi yil kelyapti. Ha? Ha. Yangi yil dasturxoniga albatta qazisiz bo'lmaydi. Bo'lganda ham toza qazi bo'lsin. Bo'lsa, tozasi bo'lsin. Nanayniki bo'lsin, Ravshan akamniki bo'lsin. Ana shunday. Ana shu.
Yangi yilga hali vaqt bor. Bugun nechinchi chislo, Doniyor? 12 oktyabr. Dekabr. Dekabr. 12 dekabr. Nima deyapsan? Shogird adashgan shogirdim bor qo'y. Bugun 11 dekabr. 11 dekabr. 11 dekabr ekan. Ya bugun 11 dekabr, 12 dekabr bo'lganda men hoji onamni, onajonimni tabriklagan bo'lardim bugun. Tug'ilgan kunlari 12 dekabr hoji onamni. Onangizlarni, voliday muhtaramingizlarni. Ha. Ya, biz hozirdan tabriklab qo'yamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday insonni dunyoga keltirib berganingizga rahmat. Jamiyatimizga mana shunday insonni yetkazib berganingizga, tarbiya qilib berganingizga rahmat va oxirgi kunlarda menga berganingizga rahmat. Bu akam meniki endi, hech kimniki emas. Aytib qo'ya, jahlim chiqarsanglar akamdan ham qaziq qo'yaman. Ota aka emasding. Oldin gap biz aytib qo'y. Al qaraman, qazi uchun mana ashnaga yana bitta to'rga beringlar. Ashnaga qazi uchun mana uzun qilib o'tak, ha? Aha. Oh. Qani yana Bay. Haqiqatda ham zo'r ot go'shti ekan, qarang. Bu ostoratning go'shtiga mana bu qazi. Bay. Ikkovi birlashib mazani beradi. Mana bu. Endi haladinlik endi hammasini bitta ishtaha ochilib ketdi. Haladinlik ham bor ekan. haladinlik ko'rsatiladi. Qani haladinlik bor? Juda ko'pchilikka birovlarni haladinligi qiziq bo'lgan edik. O'ylaymizki sizlarga ham Ravshan akamning haladinligi qiziq bo'ladi. Bola bo'lganda ham bu kichkina uydagi oshxonadagi haladinlik bo'lsin. Svolit bir sextali katta haladinlik. Yozi kunida yashasanglar ham bo'ladi. Qani kiringchi, marhabo. Mana Mana shu otniki ekan, mana shu bugun so'yilib kelgan ot, bu qo'y go'shti. qo'y go'shti. Mana bugun so'yilganga ot. Otni go'shti. Mana qara, otni bu orqa oyog'i shekilli, yo qo'limikin bu? Oldi oyoq, oldi qo'lim ekan. Oldi oyog'i. Mana biz so'ragani, mana buni biz azizlar, mana buni. Ko'ryapsiz? Bu dumi. Mana bu dumi. O'sha aka mashina bizga berasiz endi. Bizga o'tda biz bir sho'rva qilamiz buni, xudo Mana xohlasa. qazilar bu yerda mana. Mana tayyor, oldin solingan qazilar. Turib tursin, ha. Mana qazilar. Mana. Haqiqiy qazilar. Hozir tayyorlashdi. Svejiy qazilar. İçagi ham, go'shti ham hammasi otnikidan, ha? Hammasi. Hammasiz. To'la to'kis. Hatto ismigacha otniki. Mana shu. Ya osh bo'lsin. Mana shu qazi bilan hazillashmanglar. Boyatdan bir 3-4-chi qaytarishimiz. Haqiqiy toza qazilar. Oldinda yangi yil turibdi. Zakaz qilinglar. To'g'ri deb emas. Yangi yil kayfiyatini tilaymiz. Yangi yillar muborak bo'lsin. Hammadan birinchi bo'lib tabriklar qo'ya qolaylik. Mana shunday. Mana qazilarimiz. Va bu qazilardan biz ham albatta buyurtma beramiz, zakaz beramiz. Aka bir ikkita berasiz menga ham. Chunki men oilam ikkita-yu bilasiz. Yangi yil yaroqda kelamiz. Bola chaqaga olib ketamiz. Sizlar ham toza qazi olmoqchi bo'lsanglar, yangi yilga, tadbirlarga, to'ylarga, yaxshi kunlarga albatta nanaga keling, Ravshan akaga murojaat qiling. Bu toymi? Toya bu, ha? Toy bu shu. Mana bu bo'yni ekan, ana bo'yni mana shu. Bo'yni. Mana bu bo'yni ekan azizlar. Mana bu otni. Mana bu otni bo'yni. Bir patla bo'yim mana bu yerda turgan, mana bu yerda odam o'tirib, mana bu yerga tangirdim haydab ketgan endi, ha? Ha? O'sha protsess bo'lganda, bu ot qatdan bilsa keyinchalik. O'sha bu ot Mana qatdan bu yurak urib turgan bo'lgan. Mana bu yurak urib turgan bo'lgan. Bu ot qatdan bilsin, vaqt kelib bu minakka odam meniki yeydi deb. Ana shunday. Ham buni mindiraman, ham bunga yeyib ketaman. Degani bilmagan-ku endi. Qanday bilsin ot bechara? Hozircha maydalanish jarayonlari ketyapti. Va keyin endi bitta savol. Hozir bundan keyin Ravshan aka Marinovga ketadi, ha? Bular mutaxassislar, sizdan gaplashgan bilan. Marinovkada qancha turadi? Hozir buni kesib bo'lishi bilan sразу Marinovka Aha. aralashtiradi qo'li bilan. Aha. Sразу keyin ichakka chiqish boshlanadi. Mesela uzog'i bilan 15 minut turadi. Ya 15 minut turadi, chunki baribir ichida turgandan keyin ham qancha ko'p muddat tursa baribir o'zi Marinovka bo'lib ichida nima qilyapti? Chekirganda ko'zi tayyor bo'laveradi. O'zi mazasi ketaveradi, qamalib ketaveradi, qazi shunisi bilan yaxshi. O keyin o'sha ichakka qaz nimani ichakni savolni hasib qilgandan keyin, qazi qilgandan keyin
U demak o'sha marinadga bo'lgani o'sha turaveradi, o'sha qaynatguncha. Yemasangiz turaveradi. Ha. Masalan, Chiroyli gap bo'ldi. Yemasangiz turaveradi. Mana ko'rib turibsizlar azizlar. Mana shundoq. Kesinglar mana shu toza ot go'shtiga biz ko'rsatib qo'yapmiz. Yana bitta savol tug'ildi. Mana tuyoq ha odam. savollarga. Tuyog'imi? Ravshan akamdan savol? Suyagi, ha, suyag. Masalan, molni tuyog'ini masalan sho'rva qilamiz yoki has nima deydi, halades qilamiz. Ot tuyoqlarini nima qiladi? Nima qilinadi? Yo, otda ham paylardan bo'lsa kerak. Halades. Biz hozir mana shu sizlarga solib berayotgan 5 barmoq xamirimizni mana shuni bulyoniga solamiz. Ha, sho'rvasiga. o'shani ko'rdingizmi? Ana. Go'shtni isrof qilma, dumni isrof qilma, iloji bo'lsa uyingga olib ket. Lekin mana haqiqatda mana buni bulyoni Ya endi kuch-quvvat ushtirganda tuyoqda o'zi. Kuchlik. Kalsiyda bu. bu uvlatib yuboradi. Xamir solayotgan bulyonimizga 1 litr Bak. ortiqcha suv qo'shilmaydi, faqat shu bulyonga solib beramiz xamir. Ha. Mana bu mana matalashkasi deydi. Mana azizlar, mana ko'rib turibsiz. Mana bu joylari pay joylarida endi. Demak mana shu pay joylaridan keyin bu bitta joyi. Va boshqa pay joylardan bitta otni umuman shunaqa pay joylarini o'zini qozonga solib qaynatilsa, qozonlardan ham kattaligini ko'rdinglar. Qancha narsa chiqadi. O'z suviga chiqib ketibdi hammasi aka. Bulyonga chiqadi. Va Hamma kuch. o'sha suvdan xamirga va o'sha suvga xamirni solinadi. Ha, ana. Ana maza o'shanda, shuning Ana uni urgandan keyin jabalni chaqirladi. ana shunday. Sen bo'laveradi. Betini e'tiborga olmaydi. Ya ot go'shti bu, joyinglar sog' bo'lsin. O, matalashkalari yana. Marinadka jarayoni ham sizlar bilan marinadka jarayonida gaplashamiz azizlar. Bo'ldi, endi bular kesib olasizki. Yarim soatda. Oybek mana bu mana ko'rib turgan mana bu joyimizda. Hammasi ot go'shti boya ko'rsatdik. Bu yerda qancha go'sht bor? Hozir bu yer 110 kilo go'sht bor. 110 kilo 110 go'sht. kilo. Mana qarang, 110 kilo go'shtga 5 kilo 720 gram tuz ko'rdik. Albatta. Buni hammasini sonladimi yo qaysidir miqdorini sonladimi? Yo'q. Har 20 kilo go'shtga 1 kilo tuz solinadi. O'shanda 100 kiloga 5 kilo solinadi. Demak shunda ot go'shtiga har 20 kilosiga 1 kiloni. 1 kilo tuzdan solinadi. Hop, marinovka jarayonini bitta bizga ko'rsatib bersangiz do'stim. Bo'ldi. Birinchi tuzdan boshlanadimi, nimadan boshlanadi? Ziradan boshlanadi. Ziradan. Demak, ziravor bilan boshlar ekanmiz. Marhamat, qazi qilish jarayonini ko'rib qo'ying. Ziravordan boshlanyapsiz buni. Tekkecha qazi mashina bo'ladi-da. Zirani 100 kilodan Zira qancha? ortig'iga 1 kilo zira solamiz. 100 kilodan ortiq ot go'shtiga 1 kilo zira solinar ekan. 100 kilodan ortig'iga. Buni bir martada aralashtirmaymiz. Buni 2 marta aralashtiramiz. Hop, ko'rsatamiz jarayonni, qani. Ko'ryapsizlar, go'shtlarimiz ziralanyapti. Mana bu zirani ta'mini hech narsa egallamaydi. Bu yerda mana shu sizlar ko'rib turgan joyda 110 kilo tarozida tortilgan 110 kilo toza ot go'shti turibdi. Laham toza ot go'shti. Endi qalampir jarayon. Qalampir berib qo'ying. Yana ziralaysan, ziralarni Albatta, solib qoldi-ku. Bir. Ha, oldirgandan keyin. Ha, oldirgan. Endi qalampirlash jarayoni ekan. Bu achchiqmi? Achchiq qalampir. Qani? Pastroq sepmasak-chi. Achchiq bo'lmaydi, ta'miga tuz. Yarim kilodan 700 gram atrofi. Achchiq qancha solinadi oymi? Yarim kilodan ko'proq. 700 gram atrofi solinadi. Azizlar, mana sizlar ko'rib turgan. No. Otimizni boya ko'rsatuvdik, ana bo'yni, xolodilnikda bu yarmiga solinayotgani 230 kilolik ot deyildimi? 300. 310 kilolik otga ichidan 110 kilo qazibop joyini ajratib olinganiga. Ana endi siz ko'rgan tuzni solamiz. Mana endi tuz. Siz yarimini solamiz hozir. Hozircha yarmi.
Tuzni hozir yarim soat. Ha, chunki ag'dariladi-da. Ag'dariladi-da, hozir Aralashilgan. birinchi solishiga ko'proq so'raydi. O'tirib olsam mayli, mana shundoq. Qani qani yordamlashamiz, shogirdlar. Qani? Yordamlashamiz. Gapirib turing. Hozir 90 ming euro ekanmiz, chish Ha, yeyish oson buni. Aka, Rostdan xudo xolasa soat Masalan, hozir yeyverayotganmiz-ku, ungacha qancha bu tayyor bo'lishigacha qancha jarayon bor ekan. Qaranglar. 10 soat mana shu ish bilan 10 soat. vaqtimiz ketdi. Kam. 10 Ismingizmi? Boburjon. Boburjon. Boburjonni marinovkachi. Qazi masalasida ot go'shtini marinov Boburjon 10 soat vaqtimiz ketadi deyapti. Bitta qazin tayyor bo'lishiga. Mana shu yarimmi? U katta bo'lagini saqlaydimi? Nanaga qor yoqqanday bo'lib qoldi. Aralashtirgan. Mana buni ustiga nanaga qor yoqqanday bo'lib qoldi tuz sepilgandan keyin. Ana shunday. Yarmi. Endi aralashtirish jarayoni ketadi. Ketdi mana. Go'shtni ichigacha kirib boradi-da. Mana shunday. Singi. Go'shti ham, yog'i ham. Tuz maza qiladi. Go'shti ham, yog'i ham, ha? bir marta aylantirib olinadi-da. Ha, shunday. To'ntirilar ekanda. To'ntirilarda chunki tag tarafiga o'tmagan-ku tuz endi. Suyda bo'lyapti. To'ntar aylantirilyapti. Ana shunday qilib desak. Yana ziravorlar ketyapti. Shu qolganini. Bular zira, mana bu zira, men qo'limga tashlang, mana yaqin. Bu ziravor. Ziravor. Demak, zira ketyapti. Yana ikkinchi podxodga, ha? Ha, ikkinchi patron. 100 gram 200 gram ko'proq bo'lishi mumkin. Endi yangi narsaga sal kirish. Azizlar, sizlar nanay qazilarni barpo bo'lish jarayonini kuzatyapsizlar. Nimaga? Yani yuvarlan tishlaymi? Shu 1 kiloni solib 1 kilo zira ketdi. Ko'chada emas, o'z endi turib. Bu nanayda hali 1 kilo zira ketadiganlar dan biri. Yana achib ketyapti. yana albatta. Donir aka-jim. Hozir 1 minut. Akamiz telefonda gaplashib qolyapti. Ekibetlarni kesmaymiz, tabiiy qilib qo'yaveramiz. Hammamizni boshimizda bor-ku bunaqa narsa. Yo'q, deganim syomka qilyapti, kim bilandir gaplashib qoladi. Qizim telefon Bo'ldi, ha, bo'ldi aka. Mana akamiz haqiqiy u maqtanmaymiz, Toshkentning qazisi bu demamiz, u bizning nanay qazimiz shunaqa qilib tayyorlanadi. Yegan odam maza qilib ketdi. Haloli pok. Boshqacha narsa aralashtirilmaydi. Bitta savolda 5 kilo 700 tuz, 110 kilo go'shtga ko'plik qilmaydi-a? Yo'q, mana 10 kiloga yarim kilo. 20 kiloga 1 kilo tuz bo'lganda 5 kilo 720 kilo. 10 kilo go'shtga yarim kilo tuz bo'lganda 100 kiloga 1 kilo go'shtga 50 kilo. ha, shunaqa. Shunaqa. 50 gram tuz bo'ladi. Shuni hisobini olinar ekanda, ha. Lekin biz masalan sho'r bo'lib qolganini ko'rmaganmiz. Shu paytgacha sheni ko'rmadingmi? Yo'q. Umuman sho'r bo'lib qolganini ko'rmaganmiz. Aslida hozir tuzlarning sho'ri ham yo'q. To'g'ri, ha. Mana aka, Hozir odamning peshonasida sho'ri bor xolos. Tuzlarda sho'ri qolmadi. siz aytmoqchi 5 kilo 720 200 grammi idishkada, 200 gram idishga 5,5 kilo go'shtga bo'ldi. To'g'ri. Bu 100 dan birida, bu Va mana yana aralashtirish prosesi ketyapti. 100 dan biri bu. Bu 100 dan biri ekan. Bu yerda tayyorlanish. Shu holatga kelguncha 100 kun vaqt sarflaymiz boqib. Ya, endi otni o'ziga sarflaysizlar, endi otni Ravshan akam olib keladi-yu. Bunday. Bir gap gapirdi-da Ravshan akam. Yozgi kunida mijoz ko'payib ketgandan hozirgi kunda
haftasiga 2-3 ta ot so'yyapmiz dedi. Yozda har kim Yozgi kunda har kun so'yishga to'g'ri kelib qolyapti. O'zi aslida yoz buni sezon emas-ku, lekin mijoz ko'payib ketganda nima qilasan? To'g'ri. yeyman deb turgandan keyin qilib berishing kerakmi? Dasturxonni mana shu xamirlikini ular keyin odamga qiladi. Ama qor yoqqanda yozdan ham ko'payib ketadi. Sal chiroyli qor yoqqanda. To'g'rimikan? To'g'ri. Bir kunda bittadan olib ketadi. Xonasi kelganda Bu tarafdan olyapti. Qara. Buni hozir olib sirasi tutmaydi. Allashdan ishib qo'yib turib, necha soatdir singitadi. Bu o'sha nanay qazalarini marinovka jarayoni. İçerilariga tiqish jarayonlarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Albatta hozir. Qayda qanday Hozir qiladi? sirasi. Qayda qanday qiladi? Bizda uni qizi yo'q, nanayda biz shunaqa qiladi. Kimda qanaqa, bizda shunaqa. Nanayda mana shunaqa Ya qiladi. kimda qanaqa, bizda shunaqa deng. Original. Zato. Tufta narsa yo'q ichida. Mana bu haqiqiy ot go'shilar. O biz buni qovurib, shashlik ham qilib. Ana shunday. Ha. Ashashidan bir to'rttasini siqqit qilib o'raylikmi? Bu bobaydi aka, donor aka. Yo'q, hazillashyapman. Yo'q, bu achchiq sho'ri yo'q-da. Kulishib aytyapman. Yo'q. Boshlayman. Al bitta bo'lasi. Mana sovush jarayoni. Mana azizlar, qazini tiqish jarayoni ekan shu. Boya biz bu maxsus moslamani ko'rsatgan edik. Hazil qilib mana demak har tiqayotganda o'zida joylar sog' bo'lsin. Yaxshilar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz Ravshan akamni muhtasham yana bir xonalardan biridamiz. Katta mehmonxonada, zalda mana. Kelsanglar, sizlar ham shu mehmonxonada mehmon bo'linglar. Bunaqa mehmonxonalardan birida o'tiribmiz. Va bizni maqsadimiz qaysi tumanga borsak, o'sha tumanni bir zotlarini, xo'rozlarini, tovug'ini ko'rsatibsan, odamini ko'rsatmabsan-da degan gap bo'lmasin deymiz-da Doniyor aka. Shuning uchun eshikni yopib qo'ysanglar, har bir tumanni o'sha iste'dod hamma joyda bor. Yo'lda ham bor, cho'lda ham bor, Orif aka hamma joyda borda. Va biz iltimos qiluvdik, Nanay tumanini iste'dodlardan biri, jajji iste'dodlardan birini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu qanday iste'dod egasi deb o'zingizlar o'ylashinglar mumkin, to'g'rimi Orif aka? Mana bu meni yonimda o'tirgan bu jiyanimiz musiqa chalar ekan. Musiqani ham endi o'zidan katta musiqa asbobini chalar ekan. Hozir buni alohida o'zidan so'rab bilib olamiz. Avvalo tanisak. Isming nima jiyanim? Ozodbek. Ozodbek. Demak, to'xtab turing. Nechinchi sinfsan? 5-chi. 5-chi sinf bo'ladigan bo'lsa, 7 yoshdan 1-sinfga chiqqan bo'lsa 12 yil, 12 yosh bo'libdi-da. Ha. 12 yosh bo'lgan bo'lsa, demak o'shanaqa juda ozodbeklar ko'paygan paytida endi. 12 yosh bo'lsa, demak buni yili ham ot bo'lsa kerak. Muchalik nima? Ot. Nanayda ot bo'ladi, otdan qazi bo'ladi, yili ot. Mana bunday toylar bo'lajak, yilqilar bo'ladi. Ilohim, qazi bo'lib ketmagin. Ozodbek Umrzob deganim, ozodbeklar o'sha paytda shunaqangi bir ko'paydiki, samandarlar ko'paydi. Hozir samandar degan. Shu yerni o'zida ham hozir ikkita samandar degan ismni o'zimiz ko'rib turibmiz-da endi. Havas bilan qo'yilgan demoqchi. Ha, shunday orzular bilan, havaslar bilan qo'yilgan Ozodbek deb. Bu yigitning iste'dodi nimada deb o'ylashinglar mumkin, azizlar. Men hayron qoldim. Cholma zarb uslubi doirachilik. Haligi havasga
qilsang ham dang'ir qilaverasan. Yo'q, uni o'zini joyiga keltirib berishda kiptini kiptiga degan gap bor-ku endi. Bu yigitni men ko'rib turib, yozamiz bu yigitni dedik. To'g'rimi, aka? Syomka qilamiz bu. Chunki arzir ekan syomka qilishimizga. Keling, qaysi maktabda o'qishini ham bilib olaylik. Qaysi, nechinchi maktabda o'qiysan? 33-maktabda o'qiyman. 33-maktab. Nanaydagi 33 maktab. Nechinchi sinf? 5-sinf. 5A mi, Bmi, Bmi? V. 5-V. 5-V. Qo'y. Demak, hozir endi aytib olaylik, qaysi musiqa asbobini chalasan? Baraban. Baraban, ya'ni Udarnik. udarnik deydi. Deydi. Ashnaqa hayron qol. Endi udarnigi ham buniki. O oldingi zamondagi o Boburni davridagi udarniklar emas ekanda endi. Современный. Hozirgi zamonaviy elektron shakldagi o'sha udarniklar ekanda. Endi qarang. Men o'zi sal sekinroq gaplashib turinglar akalar. Syomka ketyapti. Endi iloji yo'q, mashina ham qo'yaveramiz. Akalarimiz. Tabiiy, samimiy. Tabiiy, samimiy. Men o'zim to'g'risi Namangan shahrida ham ko'rmagan edim-da. To'g'ri, endi Toshkentda ham ko'rgandirman, Toshkentda ham даже kam ko'raman. Namangan shahrida-ku umuman ko'rmaganman. Haligi elektron udarnikni. Bu elektron udarnik cho'rar ekan. Elektron udarnik sotib olishga hali o'zi qodir bo'lmagandir. Qayerdan keldi ekan u, so'rangchi. Mana endi elektron udarnik chalar ekansan-a. Buni masalan qanday yigasan, qanday yig'ishtirasan, buni hammasini o'zing bilib olgansan-a. Buni kim olib berdi uni? Buni kim olib berdi endi buni? Akam olib berganlar. O'zing akangmi? Tug'ishgan akang. Oilada nechinchi farzandsan? Men birinchi. Demak, sen oilada birinchi farzand bo'lsa, bu qara akasi bo'lishi mumkin. Ajoyib bo'ldi. Askiya bo'ldi. Akang degani, dadam deyaptimi? Akam. ya akang dadang. Yo, ba'zi joylarda-chi, bizning Namanganimizda shunaqa narsalar bor, Shevada. Akasi, dadasini aka ham deydi. Uychilarda bor. Ko'p joylarda bor. Haligi dadani aka deydigan joylari ham bor-da endi. Shohroq akasi. Shohroq akasimi? Bu akasimi? Joni sog' bo'lsin. Endi bitta savol. Bunga qiziqish qaydan paydo bo'lgan? O'zingizlarni avlodinglarda, qarindoshlarda, ota-bobolarda san'atkorlar bormi? Yoshligimizdan cholib kelganmiz. Yana bir qiziq savol tug'di. Buni qancha bo'ldi bu mana elektron o'sha udarnikni olganingga, akang sovg'a qilganiga qancha bo'ldi? Olganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil. Ungacha nima? To'nka-po'nkalarda Qanaqa kraska bankalar? Kraska bankalar cholib yurdi. Tog'aralar ham cholgan, paqir cholganmisan? Yo'q. Kraska bankachi? Yo'q. Nima cholgansan? Hech cholganmisan? Yo'q. Unda ham bitta barabanim bor-da. Ha, bir dona baraban. Yo'q, u ham ashnaqa bundan katta barabanda. Eskisini. Ya endi bitta barabanda dombir cholnadi. Dush qilishing kerak-ku. Qanaqa u yana? Komplet bo'lgan. Men narsani bilaman-da, haqiqiy zo'r udarnichilar, haqiqiy zo'r barabanchilar bor-ku. Birinchi noldan boshlaganda kraska bankalarni to'ntarib qo'yib, paqirlarni, tog'iralarni to'ntarib, ana shundan boshlanadi-da zavq. O'sha haligi tovushni anglab olish, tog'irani ohangi bilan paqirni ohangini farqi bor-da, ting-tangda. Ancha-muncha ulpatlardan qolib ketgan butulkalarni ham qo'yib qo'ygan. Butulkalarni ham chop tashlagan. Ana shunday. Asosiy butulkalarni qolganlarni ichib tashamasa bo'ldi. Ana shu. Xo'p, 10 ta shapshatdan bitta shaptoli yaxshi deymiz va bu yigitni hali o'tamiz mana ustoziga, akasiga bunga alohida o'taylik. Sizlarni zeriktirib qo'ymaylik azizlar, biz tomoshabinlarni. Kelinglar shu yigitni hunarini bitta ko'raylikchi. Bir baho beraylikchi, nima deylar? Jonli eshitaylik-a? Ozodbekka navbat. Qani. Bo'ldi, chek bo'ldi. Ana oldi. Bering o'zi. Zapas. Joni sog' bo'lsin, qarsagilardan yana sera. Endi 5-sinf Ozodbek. mana endi masalan musiqalar bor, o'zimizda Dilxiroj bor. Yana nima deydi? Mustahzod bor.
Shulardan bir shingil o'shinga chalib bera olarmikin? Ya uni endi haligi mustozotni chalishi, mustozotni musiqasini qo'yish kerak-da aka. Hozir xudo xolasa buni akasi, boya akam degan. Akasini tanishtirsin. Ustozi. O'shani tanishtirsin. Mana shu yerda turibdi. Akam degan insoningiz kim Ozodbek? Ismlari nima? Shohruh degan inson mana shu insonmi? Demak siz Shohruhbeksiz a? Umringiz uzoq bo'lsin. Shu yigitga, shu bir iste'dod egasiga beparvo bo'lmaganingizga rahmat. Arif aka. Ha. Mana shu endi akam degani shu ustozi bo'lar ekan endi bilishim bo'yicha. Shundaymi? Ustozi bo'ladimi? Ha? Ustozini akam olib bergan dedi, siz o'zini akasidek. Ustozidan ham yaqin ko'rib akam deb shuni qadrlagan ekanda. Endi siz mana Shohruxjon, siz shu nanayliksiz a? Shu yerda mana siz mana musiqiy ta'lim olgansiz. Mana san'atkorsiz, qo'shiqchilik, mana jonli ijroda xalq xizmatida yuribsiz. Siz bo'lmasa qayerda ishlaysiz? Ha o'zim ko'kyor madaniyat ishlayman. Ha, Nanayda biz ko'kyor ishlayman. ha, Shu to'yda boshqa bilan. ha. Yerli xizmat. Ko'knor dedingizmi? Ko'kyor. Ko'kyor bu qishloqmi yo? Qishloq. Qishloq. Ko'kyor madaniyat uyi bor. Ko'kyor madaniyat. Hay yashang. O'sha yerda demak shtatda ishlaysiz. Ha, shtat ishlayman. Hay yaxshi, yaxshi. Bo'sh paytda xalq xizmatida. Bo'sh paytlarimiz shu elimiz, xalqimiz xizmatidamiz. Hay yaxshi. Xudo salom Arif aka, keling dekiraylik. Boyagi dilxorosh narsalar dedingiz-ku. Undan ko'ra Jo'r bu jo'r bo'lsin. Ustozi ta'lim berayotgan, e'tibor qaratgan ukamiz nanayni iste'dod sohiblaridan biz qayerga borsak azizlar, o'sha yurtni o'zini iste'dod egalarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugungi mehmon, bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz shu nanaydan, demak Ko'kyordan chiqgan. Ismingiz nima? Nanaydan. Shohruh, nanaydan Shohruh. Shohruhdan bitta jonliga eshitaylik-da va Ozodbek jo'r bo'lsa. jo'r bo'ladi. Marhamat. Marhamat. Jonli ijro. Eshitamiz. Sizlarga kutilmagan qo'shiq aytib beraman. Mana qishlog'imiz haqida Nanayim degan qo'shiq bor. Endi eshitmagan bo'lsangiz kerak, bu premyera bo'ladi sizlarga. Nanayim. Ustozimiz Tursunboy aka aytgan. Nanayim. Olma bilan dong taratgan nanayim, o'shir kabi jaranglagan nanayim. Olma bilan dong taratgan nanayim, o'shir kabi jaranglagan nanayim. Nanayim, nanayim, Tursunboyning qo'shig'isan nanayim. Namangonda dong taratgan nanayim, oshiq bo'lib qizlarning ovoziga, jo'r bo'laman Ibrohimning so'ziga. Oshiq bo'lib qizlarning ovoziga, jo'r bo'laman Ozodbekning so'ziga. Omad tilay qishlog'im parvoziga, omad tilay qishlog'im parvoziga. Yangi qo'rg'on mash'alasi nanayim, olma bilan dong taratgan nanayim. Nanayim, nanayim, yangi qo'rg'on mash'alasi nanayim. İki tağdır o'rtasidir makonim, Martlar tog'i ko'ksaroi umg'orim. İki tağdır o'rtasidir makonim, Martlar tog'i ko'ksaroi umg'orim. Nurqul aka bog'bonlarim sardori, Nurqul aka bog'bonlarim sardori. Xamir bilan dong taratgan nanayim, nanayim, nanayim. Olma bilan dong taratgan nanayim, nanayim, nanayim. Yangi qo'rg'on mash'alasi nanayim, olma bilan dong taratgan nanayim. Ey yashasın. Ana shunday bo'ladi. Ana shunday bo'ladi. Ha bitta savol Har bor. bir inson
birinchi o'rinda o'zini o'chaylar ana uni men gapiryapman. Yo'q. Tuvayummat deydi-yu, betini olib tashlaymiz. Betidan ketdi. Har bir inson birinchi o'rinda vazifasi, unga vojib bo'ladigan narsa deb qolaman-da ba'zan. O'zini yurtini madh etsin. Bu ham bo'lsa o'zini yurtiga bo'lgan muhabbatidan, o'zini yurtiga bo'lgan sodiqligidan, shu yurtni farzandiman, shu yurtni o'g'loniman deyishligidan dalolatda bu. Umringiz uzoq bo'lsin uka. Bir yaxshi yana nima bor uka bir Ozodbek? Yana bir shida bir savol tug'ilib qoldi. Savol tug'ilib qoldi. Hop, qo'shiqda eshitdik, maza qildik. Nanay haqida ben eshitmagan ekanman bu qo'shiqni. Juda ta'sirlandim, chunki Nanayni, Yangi Qo'rg'onni biz yaxshi bilamiz. Bu yerni o'sha o'zini aytganingizdek o'sha xamirlari bilan mashhur, taom bilan, qazilari bilan mashhur bo'lsa, albatta bular aytgandek olmasi bilan ham mashhur. Uzumlari bilan mashhur va kartoshkasi bilan ham mashhur-ku. Olma asosan Doniyor aka olma bilan kartoshka. Ha, bu yerda kartoshka qolib ketibdi. Mayli. 5 barmoqlar bilan. Lekin Paytda 5 barmoqlar bilan, dam olish zonalari bilan. ha, turizm rivojlanyapti Nanayda. Biz agar ko'rgan bo'lsanglar Instagram tarmoqlarida ham va YouTube tarmoqlarida ham Nanayga chiqqanimizda bundan oldinlar sekinroq gapirib turinglar akalar. Biz jonli ketyapmiz, betini olib tashlamaymiz. Iloji yo'q, akalarimiz o'tirishibdi. Nanayga chiqqanimizda 5 ta fura deydi-ku, 5 ta kamazda to'kib qo'yilgan tog' olmalarini oldidan ham video o'tganmiz va to'xtab o'tganmiz. Va ko'rsatganmiz biz Nanaydaligimizni. Nanay hozirgacha ham qatta olma tugasin, ammo Nanayda olma tugamaydi. Nanay Yil 12 oy olma bor. Namangan viloyatini nafaqat butun vodiyni qishdan chiqib ketgungacha olma sezoni tugab, keyingi olma sezonigacha olma bilan ta'mirlab beradi. Yana bitta narsa Iskandar, men Toshkentda o'sha bundan 2 oy oldin Qo'yliq bozoriga kirdim. O'sha yerda ham olmalar, noklar turgan ekan. Nanaydi dedi, Namanganni olmasi, Namanganni noklari dedi. Tanishtirdi. Qarang, butun respublikada bor-da. Va yana bitta narsa, men hozir kelayotganda Nanay olmasidan oldin, lekin videoga ola olmadik. Rostdan ham ko'p olmalar paxta bo'lib qoladi-da. Ha. Nanayni olmasini tishlasangiz, kars etib turadi-da, og'ziga suv sachratib yuboradi og'zingizga, qarsillatib. Shunisi bilan. Shuning uchun olma olayotgandan ham so'rab olinglar. Yana bitta maslahatda endi. Bu maslahatga yurasizlarmi, yurmaysizlarmi o'zingizlar ishinglar. Qayerni olmasin? Nanayni olmasin desa, narxiga tortishmaydi. Shunday. Men buni Nanayni, masalan, men kartoshkasini juda bir ulpachilik endi iloji yo'q. Lekin syomka bo'lyapti. Sizlar bilaman, gaplashinglar kelyapti. Men buni Nanayni men oldin umuman Yangi Qo'rg'onni kartoshka bilan mashhurligini oldin bilmas edim. Shogirdim Doniyor To'lanazar aytganda, aka ustoz bizda kartoshka ekiladi asosan. Kartoshkamiz juda mashhur degan. Shundan bilganman. Va yana ham bilganim bir qop kartoshka bergan. Shundan esimda qolgan. Ana shunday. Ha. Bugun yana esingizda qolishga harakat. Doniyor To'lanazar o'zi turibdi, hozir chopida o'ziga savol beraylik. Doniyorga savol. Nanay kartoshkasi ko'pligi bilanmi, sifati bilan yoki kartoshkasi mazasi bilanmi? Mazasi bilan. Yoru do'st qarindoshlar, biri ko'z, biri qoshlar, damlab qozonda oshlar, qachon bir o'tiramiz. Biror bahona qilib, ota uyda yig'ilib, birovga tiqilib, qachon bir o'tiramiz. Tengdoshlar u ulfatlar, g'animat bu fursatlar, qurib go'zal suhbatlar, qachon bir o'tiramiz. Sinfdoshlar, jo'ralar, bek yigitlar, to'ralar, o'rnatib zo'r qo'ralar, qachon bir o'tiramiz. Qora qo'chqorni so'yib, go'shtin tandirga qo'yib, jizdan kabobdan to'yib,
qachon bir o'tiramiz. Tog'da bo'lsa ham mayli. Yo'q. Qora qo'chqorni so'yib, go'shtin tandirga qo'yib, jizdan kabobdan to'yib qachon bir o'tiramiz. Aytdimmi buni? Montajda o'g'lavoramiz. Tog'da bo'lsa ham mayli. Bog'da bo'lsa ham mayli. G'am u tashvish degani, barini unutgani qachon bir o'tiramiz. Dunyolardan uzilib, odamlardek yozilib, yon boshlab yo cho'zilib, qachon bir o'tiramiz. Biz diydorga zor deb, bu dunyosi tor deb, qo'l siltab, bor deb qachon bir o'tiramiz. Men bir choy tashkil qilay. Mayli o'zim bosh bo'lay. Ayting. Ayting, qaysi kun qulay? Qachon bir o'tiramiz debdi. Qachon bir o'tiramiz? O'tiribsiz-ku. O'tiribsiz-ku. O'tirishlarga ko'z tegmasin, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Yana hamurlarimiz keldi. Qani? Shunda bu yerda bir porsa bo'lib kelaveradi-da. Olanlar qilib. Bitta odamning o'zi ishi bo'lsa bir 5 tovoq, 6 tovoq xamir yeb qo'yadi. 10 tovoq, 15 tovoq. Aka 15 tovoq yeydiganlar ham Bo'ladi. 20 tovoq. Qo'shiladi. 20 tovoq deb olishyapti. Atak 10 tovoq, 12 tovoqqacha yeb qo'yadi mana. Ixchamda mana ot go'shtlarimdan, qazlarimdan to'rg'algan ustiga qulay qilib. Hozir shirin bo'ladi-da bu. Aka mana, kimda yana? Bo'ldi. Mana. Qo'y, yigitlarga palvon ol. Mana oldim men. Ana shunday azizlar. Nanayga kelgandan keyin faqat nanayni xamirini emas, nanayni parvozlarini ham ko'rsatamizda. Chunki ko'rsatuvimiz nomi Pazanda parvoz. Va nanayni ajoyib lalakalipni parvozlaridan. Shakar parvozlaridan. Asal parvoz, mani qadrdon akam. Doniyor akam. Salomat. Doniyor akam. Ratim sizyapsiz? Charchamaydi. Ha. Ko'radigan kim yo'qligini? Shu erkalanadigan akang bo'ladi-ku. Erkalanadigan haddini sig'adigan aka. Bir kos qaymoq bilan asal tushirib yuboring aka desam, shaharga tushirib yuboradi tepasidan Doniyor akam. Tajribali parvozlardan. Ana shundoq. Parvozlar tilida aytganda tullak. Ana shundoq. Razor formaga kelgan. Akalar assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Xush kelibsizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Mana yana parvoz akalarimizdan xo'razlarni qarang, joni sog' bo'lsin. Bunday o'tib olaylik, men yorug' urib yormasin. Jo'ja ekanda bu aka. Haligi jo'ja to'ydagi. O'sha to'ydagi jo'jami? Endi ushlandi-da. Oyog'ini ko'rdingizmi? Birinchi. Yomon. Aytdingiz-ku? Yomon, xudo xolasa. Zo'rga o'ynaymiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa tengiga. Faqat zo'rga o'ynaydigan. Davrani qo'radi. Yaxshi xo'roz butun bo'lsa yaxshi-da, uni qarang. Xo'roz butun bo'lsa yaxshi-da. Endi bu Iskandar nima deydi? Men xo'rozlarni tushunmam. Bu shamumi, sisarkami nima bu? Yo'q, sisarka emas. Sisarka endi oligan ona chipor narsani ona chipordi, sisarka deydi. Mana egasidan so'raymiz, zot qanaqa deb. Bu shamoga karis. Demak, shamon zot bilan karis zot aralashib chiqqan. Gibridda. Gibrid bo'lib chiqqan, lekin Jonivorni qarang. yaxshi oyoqlarni ham tiyib turishlari yaxshi. Qancha ko'rdingiz? Bir 15 minut ko'rdingizmi? 15 minutga olib bormayapti. Olib bormayapti. Yotqizyapti. Joni sog' bo'lsin. Sinovda o'tdim. Buni nima deydi senda? Jo'jada bu. Bu jo'ja hali. Hali ixi chiqmagan. Boshida chiqqan. Aka, yoshiga to'lmadi lekin. Ko'ryapsizmi? Qo'ymaydi. 11 oylik bor, ha? Qo'ymaydi. Qanjada yuradi, Kulni ham ko'ringchi bir. Qani yana bitta. Mana yana bir zotlarimizdan. Mana bu zot ham nihoyatda chiroyli zotda. Kul zot. Bular Vyetnam zot deyiladi. Kullar asosan Vyetnam zot bo'ladi. Qonda Vyetnam bo'lsa. Namanganda отдельный. Shunday. Buni nimaga kul deydi Iskandar?
Rangi kul. Rang ko'rmayapsizmi? Kul Ha, bo'lib. rangi kul bo'lgan. Hozir kul bo'lsa, qizlar aralashganimizda kul bo'lsa, kul. kul. Endi Xo'roz. kul zot. Lekin bunda ham kars bormi? Karis bilan nimadir o'zi. Hozir bizda ko'p gibrid bo'lib Gibrid bo'lib ketyapti. Endi hammasi gibrid bo'lib ketyapti. Mana bular endi ko'rib turibsizlar. Mas mana bir pastda bir-biriga yopishadi. Aka nechta ko'rdingiz buni? Bu oyog'i sinib, qanot singan bo'yi chiqib ketdi mana. Mana shu sinib yerga qo'ygan. Ha, oyoq maydalangan ekanda. Ammo bolaga jonivorlar zo'r ekan, ey. Bolaga qoldi, yo'l olamiz. Bolaga zo'r ekan, ey. Zo'r narsa edi. yo'q. Ha. Ana guldan Oyoq qarang, ana gavdasini, ash gavdasini ko'targan. gapirishini qara. Asha chiqib ket. Oldiga ro'parasiga qo'y. Ana shundoq. Iskandar yana bitta zot mana. Yana bittasi ko'rsat. Hozir yanalariga zotga o'tamiz hozir. Mana. Aj jonivor. Qaribga qichqirib qo'ysin-chi. Oyog'ini ko'rasizlarmi bitta? Yo, u pullar. Yo'q. Ular jo'jak-ku. Ana qarang. Ana ro'parasida ana. Namanganda erkak xo'roz, xudo xohlasa. Xudo xolasa. Telboqib o'tirib, Bolaga olib qol. Xo'rozvoz odam nafsidan ham ko'ra. Nafsda endi bu urushtirib yuborish aka. Pulni deb urushtirib yuborish, gapni deb urushtirib yuborasan. Nafsoniyatingga tegadigan gap gapiradi. To'g'rimi? Nafsoniyatingga ayniqsa xo'rozvozchilikda bir ayam o'tirmaydi. Haligi Real bilan Realchilar bilan Barsachilar bir-birini ayamaydi-yu ba'zida gapda. Ha, endi Realni gapirmang. Kecha 300 qo'ydi Manchester City'ga. Manchester City'ga kecha bizni Real boy bergan. 2-1 ha? Mayli, Husanov yutdi, mayli. Mayli. Abduqodir Husanov uchun xursandmiz. Ana shunday. Demoqchi bo'lgan gapmi, ha? Cho'nta ko'p. Haligi xo'rozvozchilikda qitiq patingga, shaxsiyatingga tegadigan gapni olib xo'razingda, ya opcha deb yuborasan-da. Ha, Doniyor aka? Ya opka deb kechasilari 100 kilometrlarga borib boradiganlar bor. Shanim kechasi soat 1:30-2 da telefonda o'tirib bir-birim bilan pashakalar g'ijilashib, "Apchiq baqa" deb turib, u yoqdan keladi, bu yoqdan keladi. Ishquvchilik. Ishquvchilikda endi. Qo'y. Bu ham nafsga. Qani 3-chi. Endi mana bu zotni ko'ramiz. Nanayning 3-chi zotlardan. Azizlar bu ko'rayotganlar nanay zotlari. Qani? Hozir jonivor, hozir. Bu shamollab turdimi? Ha? Bu shamollab turdimi aka? Joni sog' bo'lsin. Bu ham jo'ja, ha? Bu ham jo'ja. Bu ham jo'ja? Kimniki bu? Aka? Nima zot bu? Keling mana bu tanishtirib o'zingiz aka. Keling suhbatlashaylik. Ketyapsizlar. Ko'rdinglarmi uni oyog'ini aka? Bir urishtirdinglarmi? Hali urishmadimi? O'zi juda ko'p xo'rozlar urushmasdan shunday qolib ketyapti. Chunki hozirgi kunda davralar yo'q-da. yo'q. Davralar yo'q. Yoshiga yetsin deyapmiz-da. Ko'pchilik aqli ham kirib qoldi, to'g'ri aytyapsiz. Yoshiga yetkizib, yoshiga yetkizib urishtirsang boshqachada endi baribir. Yoshiga yetgani qaydan bilinadi? 11 oylik bo'ladi. 11 oylik, 12 oylik, yoshiga 1 yil bo'lsa yoshiga to'ldida. Yigit bo'lgandami? Yigit bo'lganda mana bu pixlar o'zi ochib bilinadi o'zi. Chiqadi. Ha? Mana bu jo'ja hozir mana bu pixini ko'ryapsiz. Ana malla qarang, shu mallani olib keling. Mallani olib keling-da aka. Mana qarang, bu ham jo'ja. Mana buni ham pixini mana bu yerdan ko'rsat. Ha, jo'ja Mana. bular, mana. Jo'ja. Endi Bu ham jo'ja mana ko'ryapsizlar Orif aka. Men Orif akangga tushuntirish uchun sizlar buni yaxshi bilasizlar, bizga tushuntirishingiz shart emas. Demaylar, men Orif akangga tushuntirish uchun va tushunmaydiganlarga tushuntirish uchun aytyapman. Boshqalar uchun. Bu ham jo'ja, mana pixini ko'ryapsizmi mana buni? Mana bambog'i bilan ko'rsatyapman Orif aka. mana. Ana, endi bunikini qarang. Endi mana bunikini qarang Orif aka. Ko'ryapsizmi mana? Mana bu endi tulak. Buni eng ichidagi yosh kattasi bu. Ha. Yoshi ulug' oldinroq chiqqan. Bu ham Yamasga kelibdi hali, tulak emas ekan bu ham, ha? Yalnız desa ham bo'laveradi. Ha, Yamasga kelibdi. Butunlay sog' bo'lsin. Ana shunday. Yutavringlar azizlar. Ustozimizning gapi o'sha gapda qolamiz biz. Mahallada birovni ayoliga, birovni qiziga, birovni keliniga ishqivoz bo'lgandan xo'rozga ishqivoz bo'lgan yaxshi. To'g'rimi aka?
Xo'rozga ish, bunga ham o'g'il bola qiziqadi-da. Bunga ham azarti bor. Bunga ham nomard odam uchamcha nima qilmaydi. To'g'ri, bunda ham nomardgarchilik ko'payib ketgan. Pulni bermay qancha qochib yurganlar bor. Hammangdan olaman pulimni hali. Pullarimiz olib ketganlar bor endi. Uchala xo'rozga ham gap bo'lishi mumkin emas. Uchala xo'rozga ham gap bo'lishi mumkin emas. Alhamdulillah, ko'rsatuvimizni yakunlab oldik. Ko'rsatuv oxirida yana bir bor bizga shunday bir sharoit yaratib bergan pazanda parvoz ko'rsatuvimizni suratga olish uchun ichkarida mana shu sharoit yaratib xilma-xil taomlar bilan, ayniqsa bay bu xamirlar bilan siylagan Ravshan akamizga minnatdorchilik bildiramiz. Ravshan aka, mana shu joylarga ko'z tegmasin, fayz baraka arimasin, kelgan mijozlar mazza qilib dam olib ketishi bo'lsin. To'g'rimi Doniyor aka? Ana shunday azizlar. Hammasi mehmonlarnikida bo'ladi. Hammasi iya. Nanay ham kurortli zona bo'lib qoldi-da. Kelmaganlar albatta kelinglar. Yaqinda Nanay haqida bir joyda havoni tozaligi haqida Nanaynikini gapirib bir faxrlanib ketdim. Bir dadangni kimdir maqtasa, bolangni kimdir maqtasa quvongandek yurtingdan bitta joyini gapirib quvonasan-da. Va ana shundoq havosi eng toza maskanlardan Nanayda bo'ldik. Rostdan ham bizga shunday sharoitlar qilib bergan, bizga homiylik qilgan Ravshan akamizga ming rahmat. Mana bu xo'rozlarni yetkazib bergan Doniyor akamizga ming rahmat. Nanayga kelsanglar Doniyor aka deb so'rab qolinglar. Yaxshilab eslab qolinglar mana shu yuzni. But готов? Всегда готовlardan bu akamiz doim. Kechasini ichidan xatingiz. Eng haqiqiy chapani parvozlar. Chapani parvozlardan. Mana akamiz. Sog' bo'linglar. Bugun mana sizlarga Nanay zotlarini ko'rsatdik. Bu 100 dan 1 edi bu zotlar. Juda ham ko'p. Biz kutilmaganda kelib qolganligimiz uchun xudo xolasa keyin ko'rsatuvlarimizda yana boshqa zotlarni ham bahor kelsin. Jo'jalarni ham ko'rsatamiz xudo xolasa. Bizga ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Ana shunday azizlar, sog' bo'linglar.